qarab turib olishyapti. Shunaqangi qudratli odamlar turibdimi-ekan? Oliy suddan ham, undan balandidan turadiganlar bormi-ekan shunaqa qilib? Ne ko'z bilan ko'rik, ko'zini tegib, katta ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim, vujud kalta yegan. Isboti, qani o'shani video syomkalari desa, u narsa ham yo'q. O'zim men eshitishim bo'yicha o'ta og'ir jinoyatlarda hamma narsa video syomka orqali bo'ladi. Uni sudni ko'rganlar, deydi, shunaqa sud ham bo'larmikin deyishyapti-da bir xil. Advokatlari tomi ketib qolyapti hozir ko'prik ko'rib uni. Nima bu deb? Tazyiq bor bo'ldimi, u ostida olingan barcha hujjatlar, dalillar nomaqbul deb tan olinishi kerak-da qonunda. Biz o'limga ham rozi edik deyishyapti. Lekin sudga ko'rib turibdi shuni. Bugun ariza yoziladi, ertaga menga jazo ko'riladi. Lekin mana bu odam 2 yildan oshib ketdi yurtda o'tiribdi. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz mehmonlari ijtimoiy tarmoqda faollarimiz, ya'ni Sirojiddin Media blogini yuritayotgan Sirojiddin Odilov hamda Ezgulik jamiyati faoli Zarif Mirzaahmedovlar. Hozir bugungi podkastimiz asosiy masalasi Jinoyat kodeksining 164-moddasini 4-qismi A bandi bilan sudlangan, ya'ni Rossiya fuqarosi To'raxo'jayev Dilshodbek tadbirkor bo'lganlar asosiy shu O'zbekistonga investitsiya olib kirish maqsadida kelgan. Mana Sirojiddin aka dastlabki tergovda ham, sud jarayonlarida ham siz ijtimoiy tarmog'ingizda ko'p kuzatganmiz. O'sha holat bo'yicha, o'sha qonun buzilishlar bo'yicha nima bo'lgan, bu tadbirkorimiz investitsiya olib kirganida, keyin qurilganidan so'ng qanaqa holatlar bo'lganligi bo'yicha shu o'zingizning fikrlaringizni bildirsangiz. Endi u yerda bu ishga deyarli hozir mana 2 yil bo'ldi. 2023-yil boshlangan. Aprel oyida o'sha Dilshod To'raxo'jayev va 9 nafar yigitlarni bosqinchilikda ayblab qamoqqa olishgan. Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday. U bilan Dilshod To'raxo'jayev ishi o'sha Rossiya o'z asli O'zbekistonlik bo'lgan. Shu yoshligida ketib 20 yoshdan oshganda adashmasam, ketganda Rossiyada ishlari yurishib ketgan, yirik tadbirkorga aylangan. Keyin undan keyin o'sha prezident almashdi o'zimizda ham. Shundan keyin o'zimizning prezidentlar aytdi, bir necha chiqishlar qilishdi. Shu tadbirkorlarimiz bo'lsa, o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan tadbirkorlarimiz bo'lsa, kelinglar, bemalol, marhamat, o'zimizda ish qilinglar, hech kim sizlarga to'sqinlik qilmaydi deyildi. Endi shu gaplarga ishongan u bola ham ruhlangan. Qaniydi o'zimning yurtimda borib, o'sha joyi o'zimizda o'sha pullarimni shu yerda ishlatib, investitsiya kiritaman deb Namanganning Chodak qishlog'idan, eng baland joydan 25 milliard pul ajratib, shu yerda turistik zona qilgan, mehmonxona, apart hotel deyiladi, kosmos loyihasini qilgan. Ishlari yaxshi yurishgan. Bu bo'yicha prezident o'zi ham bir necha marotaba ta'kidlab aytgan. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham, televideniyada ham bor. Yoki Pop tumanidagi Chodak qishlog'idagi 2 gektar tog'li bo'sh maydon tadbirkor tomonidan 25 milliard so'mga zamonaviy dam olish kompleksi barpo etilgan. Buning hisobiga bu yerga bir oyda 15-20 ming nafar sayyoh kelmoqda. To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Ishini rivojlantirib, zo'r qilib yurishib endi boshlanganda 2023-yil 12-aprel Pop tumani ichki ishlarga chaqirilyapti. Endi nimaligidan xabari yo'q, boryapti. O'shandan beri hozir mana 15 yil qamoq jazosini olib o'tiribdi.
uni o'zimiz ham tushunmayapmiz. U yerdagi bolalarni ham o'zi nimaga o'tirganini o'zlari ham bilmaydi. O'ylab, endi bizning fikrimiz bo'yicha advokatlarning ham fikri shunaqa, o'ylab topilgan jinoyatda ayblanib, go'yoki o'zi millioner dollardan millionlab dollarda gaplashadigan bola yana bir o'zini do'stini uyiga bosqinchilikka tushmoqchi bo'lgan emish. Mana endi hozir o'sha jinoyat ishini ham o'sha sud jarayonlarini ham yoritib borganingizda ko'rganmizki, ya'ni o'sha Dilshod To'raxo'jayev o'sha ya'ni sherik yonidagi sudlanuvchilar ham o'sha aybiga iqror emasligini, tergovda bosim o'tganligini tasdiqlab o'tyapti-da, keyin shu ijtimoiy tarmoqda ham shu Dilshod To'raxo'jayevga yetkazilgan tan jarohatlar, narigi bolalarga ham yetkazilgan tan jarohatlar bo'lyapti. Endi mana siz sudda asosan bo'lgansiz, sudyalar bunga qanaqa baho beryapti? Ya'ni mana Jinoyat protsessual kodeksida ham ta'zir ostida, ya'ni jarohat yetkazilib ostida olingan nimalar dalillar maqbulligiga kiradi. Ya'ni dalil tergovda noxolisligiga olib borilishi bo'yicha yana sud o'zi munosabatini bildirishi kerak edi. Bu bo'yicha fikringiz qanaqa? Demak, Pop tumanidan mana boryapti. Hozir o'sha 10 ta bola birinchi dastlabki sud tergovi ham, hukmi ham hammasi shu yerda o'qildi, shu ko'rildi. 10 ta bola ham hammasi aytayapti, bizani endi shunaqangi tan jarohatlar yetkazishdiki, biz o'zimizni o'limga ham rozi edik deyishdi-da. Nafaqat o'tdi Dilshod To'raxo'jayev, qolgan bolalar ham. Va u yerda bizni boshqa ilojimiz yo'q edi. Biz shu uni boshqa ilojimiz yo'q edi, biz qo'l qo'yib nima desa qo'l qo'yib berishga rozi bo'ldik deyishdi. Chunki unga chidab bo'lmasdi deyishdi. Haqiqatan ham uni rasmlari birinchi bo'lib rasmlari kelgan ezgulik jamiyatiga kelgan Abdurahmon Tasharovga kelganda u yerda ko'rinib turibdi. Endi tasavvur qiling, endi juda ham yuzlari mamatolo bo'lib ketgan, hatto bitta yuz emas, o'sha bel qismi, orqa tomoni dabdala qilgan. Endi unaqa qilish uchun bir Gollivudda zo'r nima edi? Boyantiradiganlari bo'ladi-yu. Gollivudda eng zo'r grimyorlar qiladi. Unaqa o'xshatishlarni. Shunaqangi yuzlarigacha tan jarohatlar olgan, bu narsalarni sudda ham ko'rsatildi, tasdiqlab bo'ldi. Ey, baraka topib sudga aytishyapti. Bizni shunaqa qilib yozdirib olishdi. Endi men shunaqa deb xohlagan narsasiga qo'l qo'ydirdi. U yerda ko'p bolalar bir-birini tanimaydi. 10 ta bola. Tanimaydi. Ana taniyman buni, bizga mana shu buyurgan deb aytasan deb o'zlari qog'oz bergan, qo'l qo'yib berishgan. U yerdagi hamma narsa kompyuterda yozilgan. Aslida bitta ikkita bor orada. 10 ta boladan bir 8 ta yo 7 tasida kompyuterda yozilganda hammasiga ular nimaga qo'l qo'yayotganini bilmasdan qo'l qo'yib berishgan. Sudda hamma narsani ular aytib berishdi. Birinchi sudda endi videoga ruxsat berilmadi. Biz videoni so'radik Bektemir tumani sudyasidan Sherzod Amirov edi. Men o'zim Bektemir tumanida yashayman. O'shanga постоянно bitta ham qoldirmadim. Qildik. Eng qiziq joyi nimada bilasizlarmi? U yerda juda ham ko'p to'g'ri kelmayapti-da, o'ylab topilgani ochiq bo'lib qolyapti. O'sha tergov tomonidan, o'sha operalarni qilgan hammasini gaplari bir-biriga teskari. Bu narsalarni sudga ko'rib turibdi. Bittasi chiqib aytayapti, tergovchi biz kelsak deydi, bizdan oldin deydi, ana 5 ta bolani qo'lga olishganda, shu bilan bog'liq. Biz kelsak deydi, ular qo'lga olibdi deydi, ikkinchisi kelsa, nari ikkinchi tergovchi Toshkentniki bilan Namanganniki kelsa, yo'q, bular qo'lga olgan deydi. Keyin dalillar deyishyapti. Dalillari qani? O'sha bular shu ish qilmoqchi bo'lgan ekan, o'sha dalillarni kirganliklarning videosi qani deyilyapti desa topshirilgan, lekin delada yo'q. U narsa yo'q. Qo'lqop, pichoq bir narsalarni o'zlari qo'yib qo'ygan deb aytishyapti. Xo'p, qayerdan olding? Desa shu mashinadan olib keldi. Qani o'shani olganingni isboti, qani o'shani video syomkalari desa u narsa ham yo'q. O'zim men eshitishim bo'yicha o'ta og'ir jinoyatlarda hamma narsa video syomka orqali bo'ladi. O'sha Dilshod To'raxo'jayev va qolgan bolalarni ham ko'rsatma olayotganda video syomka jarayonida, chunki o'ta og'ir jinoyat hisoblanadi. Bularning hech qaysisi yo'q. Faqat nima bor ularning qo'lida? Biz shuni qilmoqchi bo'ldik.
biz mana shu yana boshqa tadbirkorning uyiga go'yoki 2 million dollari bormishdi. Biz o'shani o'g'irlab bosqinchilik qilmoqchi bo'ldik. Shuni Dilshod To'raxo'jayev uyushtirishdi deb turib qo'l qo'ydirgan. Lekin sudda aytyapti, biz shunga qo'l qo'yib berdik. Nimaga qo'l qo'yganimizni bilmasdik deb aytishyapti. Endi sudya shunani eshitdi, juda ham yaxshi olib borayotganga o'xshadi. Hozir qo'yib yuboradi-yu deb tursak 16 yil, 15 yildan paqqilab hammasiga jazoni berib yubordi. Mana eng qiziq tomoni endi aytib beraman, u sudda nima keragi bor edi? U yerda sudda nimada aytyapti? Hukmida. O'zini ko'rsatmasiga mana o'zlari bo'yniga olgan u deyapti-da. Shuni biz asos qilib turib, mana o'zlari qilgan ekan, o'zlari ham bo'yniga olibdi deyapti. Ya'ni tergov jarayonida o'zini lekin bilasizmi Sirojiddin aka, o'sha Jinoyat protsessual kodeksini o'sha 22-moddasi ham yozilganki, faqat dalillar sud tomonidan tekshirilgan dalillargina maqbul hisoblanadi deyiladi. Buni sudyalarimiz bilmaydi deb o'ylaysizmi? Endi qo'llamaganiga biz ham aytib turilibdi, rasmlar ko'rsatilyapti. Mana men o'shandan keyingi nima edi, Nurulla aka advokat borganda dabdara chiqib ketgan bo'landi Dilshodniki. Faqat shuni rasmga olib qolishgan. Endi qarang, hammasi o'sha jalba qilyapti, yozib beryapti, hamma bolalar aytayapti. Shunday ne ko'z bilan ko'ring, ko'zini tegi katta ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim, vujud kalta yegan. Ko'tar mayka payki dedim. Shunda ko'tarib ko'rib turib, nima qilishim kerak edi? Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketsa, bu erkakchilik bo'lib turadi deyishim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin qiynoli bir kundan keyin tugadi. Dilshodda isboti ham bor, foto rasmlari bor. Qolgan bolalar nima deyapti? Bizni ham urdi desa, hamma yerda ko'rsatib qo'yapti. Yiqilib tushgan, bunaqa qilgan deb turib o'zlaridan yana ko'rsatmay ham olgan. Men yiqilib tushdim deb. Urgandan keyin. Nima endi 9 tasi hammasi yiqilib tushgan bo'ladimi shunda? Qolganlar ham. Yiqilib tushib yo bor basharasini urib olgan bo'ladimi shunda? Hammasi aytayapti. Mayli, Dilshoddan tashqari bittasi yo ikkitasi aytsa ham sal ishonarli bo'lishi mumkin. Lekin 9 tasi aytayapti. Biz o'limga ham rozi edik deyapti. Lekin sudya ko'rib turibdi shuni. Eshityapti. Haligi jabrlanuvchi o'zi bilmaydi. U yerda aytayapti, uni seyfidan 2 million dollari bor ekan. Shuni o'g'irlamoqchi edik, o'g'irlamoqchi bo'lishgan deyapti. Shunga jinoyatni boshlashgan, lekin tugata olmagan, shu yerda qo'lga olindi. Biz katta jinoyatni oldini oldik deyapti. Lekin delada qaysi uy o'g'irlamoqchi bo'lgan, qaysi seyfda pul bo'lgan, u narsalar umuman delada yo'q. Keyin o'sha jabrlanuvchidan so'ralyapti, senda shunaqa pul bo'lganmi? Hayotda ushlaganmisan shu pulni 2 million dollarisi? Yo'q deyapti. Men unaqa pulni ko'rmaganman, unaqa pul ushlamaganman deyapti. 2 million dollar qayerdan chiqdi unda? Agar buni tergovdan chiqdi. Jabrlanuvchi o'zini pul borligini o'zi ham bilmasa shuncha pul. Ha, endi tergovdan chiqqan bu. Endi mana Zarif aka, siz ezgulik jamiyatining faolisiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p kuzatamiz, insonlarning huquqini himoya qilamiz. Siz mana shu holatlar bo'yicha fikringiz qanaqa? Mana shu holatda tergovda, ya'ni sudyalarda Yo'q, endi bunaqa holatda конечно bizni anaqamiz sudya tergovchilarning xatti-harakatiga bizniki salbiy bo'ladi-da, chunki qonun ustuvorligi ta'minlanmasa, o'zi jinoyat protsessual qonunchilik bor. Unga asosan inson huquqini poymol qilish kerak emas, ta'zim qilish kerak emas. Bu yerda yana holat bo'lyapti. Biz ham ijtimoiy tarmoqlardan ko'rdik. Haqiqatan bu delo bilan o'zi tanishmasmiz. Men o'zim ishni tanishmasman, lekin bizni jamiyat qatnashgan bo'lishi mumkin boshida. Endi men aytmoqchi bo'lganim, Malayziya nima deydi, ta'ziq bor bo'ldimi, u ostida olingan barcha hujjatlar, dalillar nomaqbul deb tan olinishi kerak-da qonunda. Shuning uchun ham mana jinoyat protsessual qonunchiligi ham, keyin sud tizimida ham bilasiz o'zgartirish kiritilgan. Mana dalillar maqbulligi bo'yicha birinchi hozir eshituv qilingan. Nima uchunki shu dastlabki tergov organida noqonuniy yo'l bilan olingan dalillarni shu nomaqbul deb topish masalasi ko'rib chiqiladi-da. Mana shu insoniyat uchun o'ylab topilgan bu qonunda, lekin amalda hozir men guvoh bo'lyapman, u mutlaq ishlamayapti. Dastlabki tergov organi qanaqa material qilgan bo'lsa, xuddi shu bilan o'tib ketayotgandek bo'lyapti-da hozir.
Xuddi shu bo'lyapti. Bo'ldi, bular aybli deb topildi. Bo'ldi, demak shunaqa deb turib sudya ham shuni ma'qullab olyapti. Xo'p, mayli. Tuman sudyasi tajribasizlik qilibdir yoki bir qanaqadir narsaga aralashgan bo'lishi mumkin. Bu yoqda shahar sudyasi bor, taftish bor, oliy sud bor. Nima edi? Bir ikkinchidan tuman kassatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Kassatsiyadan keyin taftish bo'ladi. Taftishdan keyin kassatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q. Oliy sudda. Apellyatsiya bo'ladi, taftish, keyin qayta taftish. Ha, qayta taftish oliy sud. Hattoki bu yerda oliy sudda ham aytilyapti. Biz o'qib ko'rib, men to'g'risini aytsam, tom ketib qoladi uni ko'rib turib. Oliy sudda yozayotgan javob xatini advokatlarga. U yerda aytilyapti, u yerda audio yozuvlar bor. Ana usta deyapti, seyfi bor ekan, o'sha seyfida 2 million dollar degan shunaqa nazar tutib, o'sha seyfi bor, shuni so'ragan deyapti. Qani baraka topgunlar, seyfi o'zi qani? Delada yo'q umuman. Umuman yo'q. Men oliy sud shunaqa deb yozib beryaptiki, audio yozuv deyilyapti. Men audio yozuv eshitganman. Ikkita o'sha yerdagi Toshkentdan ushalgan bolalar Namanganda bitta shishka bor ekan deyapti. Shuni yoniga 2 million dollari bor ekan, shu yoqqa borishimiz kerak ekan degan ma'noda gapiryapti. Bo'ldi shu, demak bu Dilshod To'raxo'jayev boshligini 10 ta bola o'shani qilgan deb yog'ini o'ylab topishyapti-da. Yo'q, endi hozir shu 9 ta bolalar bor-ku, shu bilan mana Dilshod To'raxo'jayevni o'rtasida qanaqadir bir suhbat bo'lganligi yo bu qanaqadir bir yozma bo'lganligi to'g'risida Yo'q, umuman hech nima yo'q. Dilshodni o'zi taftishda so'radi. Qani bizni peripiskalarimiz deb, uni videosi ham turibdi. Men o'zim kanalimda turibdi. Polni hammasini montajsiz qo'yganman. Dilshodni o'zi so'rayapti. Mayli, biz shu ishni qilmoqchi bo'lgandirmiz. Qani bizni bu bilan gaplashib yo Telegramda hamma telefonlarni olib qo'ygan yoki o'zlari gaplashgan. Qani peripiskalarimiz? Qani biz o'shanga tayyorgarlik bo'yicha biron narsa bormi deyilyapti. Hech nima yo'q-da. Ularda faqat o'sha o'liki deydi, anaqa. O'zlari tan olgan, biz shuni qilmoqchi bo'lgandik deb urib tazyiq ostida olingan, shu turibdi xolos. Bunaqa metod, ishlov metodi u oldinda bo'lardi. Menimcha 2016dan keyin bunaqa narsaga o'zi pasti chek qo'yildi-da. Endi biz 2016-yilgacha bunaqa metod bilan ishlab kelingan. Barcha aniq qiladigan himoya qiluvchi organ va muhofaza qiluvchi organlarning aksariyat jinoyat ishlari mana shu yo'l bilan jinoyat fosh qilingan-da. Yoki ularning nazdida. Yana bir narsa aytib beraylik, operlar bo'ladi, tutgan bolalardan ikkitasimi, uchtasi so'roq-savolga kelishdi, gapirishdi. Dilshod To'raxo'jayev o'sha o'zlari tutib, tushuntirish xati olgan bolalardan so'ralyapti. U kim, qayer fuqarosi esa O'zbekiston fuqarosi deyapti. Hatto kimni tutishganini ham bilmaydi ular. Rossiya fuqarosi bo'lganini ham bilmaydi o'sha operlar. Rossiya o'shani ham bilishmayapti даже. Nima olayotganini ham. Endi agarda sodir qilinayotgan jinoyat to'g'risida xabarnoma bo'ladigan bo'lsa, endi qonun bor o'zi. Nima deydi? Tezkor qidiruv tadbiri o'tkazish to'g'risida o'zi qonun bor. Unga asosan o'zining talablari, punktlari bor-da. U bo'yicha har bitta ma'lumot qayta tekshirib chiqilishi kerak. Shu o'zi ma'lumot qanchalik asosligiga huquqiy baho beradi. U bo'yicha savollar bo'lgan. O'sha Ulug'bek aka, Nurullo akalar tergovchidan so'rayapti. Siz aytayotgan narsalarni Mahmudda hammasi esimda yo'q. Qani men bu tekshiruving, men bu natijalari, o'sha analizlar, nimalar qani desa, voy u yo'q ekan. Nimaga qo'ymadingiz desa, voy xatolik bo'lib qolibdi, men adashib qolman. Shunaqa deb ketyapti. Unaqa joyiga. Tergovchi shunaqa deyapti. Tergovchiga qanaqadir baribir javobgarlik masalasi ko'rilishi kerak-da. Chunki u yerda insonning taqdiri ketyapti, tergovchi xatolik qilishga menimcha huquqi ham, nimasi ham yo'q bo'lishi kerak emas. O'zi menimcha birinchi o'zi ham tezkor qidiruv tadbiri nima deydi, maxfiy anaqada qilingan bilan ish hujjatlari o'zi tergovga o'tayotgan paytda u maxfiylik yechilishi kerak-da. O'zi shu bo'yicha maxfiylik yechilganlik to'g'risida ham qaror chiqarish kerak. Nima hasa qilishga aytdi? Yo, endi hozir men tushunishim bo'yicha bu operativniy svodka bo'lgan, ma'lumot bo'lgan, что yoki bitta fuqaroning uyiga kirmoqchi deb, shuni biz fosh qildik deb, katta jinoyat to'dasini ushladik deb olib jar solishgan. Agarda bu operativniy nima deydi, ma'lumotdan kelib chiqqan holatda bo'ladigan bo'lsa,
Именно mana shu qonun doirasida hamma hujjatlar taq bo'lish kerak-da. Undan keyin tergovga berish kerak. Tergov shundan asoslantirib keltirib chiqarsa bo'ladi. Hozir operativniy nima deydi, ma'lumotlar tasdiqlaydigan hech narsa bo'lmasa, faqat nima deydi, shu hozirgi mahkumlarni o'zini iqrorlik ko'rsatmasdan boshqa hech narsa yo'q. Jinoyat qonunchiligida o'zi yaqinda ham manimcha jinoyat protsessual kodeksiga nechtadir ham aniq qo'shildi. Даже iqrorlik ko'rsatmasi mavjud bo'lgan taqdirda ham ishdagi boshqa dalillar bilan isbotini topmasa, u ayblash uchun asos bo'lmaydi deb yozilganda. Bu yerda teskarisi bo'lyapti. Ayblash uchun asosiy narsani o'zi yo'q, lekin aybli topilyapti. Eng asosiysi daliliy ashyo deb topilgan mana bu pichoq, keyin maska. Endi bitta narsasiga ishni ko'rsangiz bo'ladi. 10 ta odam kiraman deyapti, lekin ishda bir dona maskada. Bu 10 ta odam maskani bilmayman, bir-biriga yechib kiyib beradimi, qanaqa bir dona Galma-galdan. kiyish galma-galdan kiyadi shekilli. Bu maska qayerdan olganini ham aniq isbot yo'q. Qayerdan olingan? Balki operlar cho'ntagiga hisob qilgandir. Bir dona maska 10 kishigada. Tushundim, keyin hamma hozir mana bu yerdagi delodagi anaqalardan ko'ryapmiz, rasmlardan bu agar bosqinchilikka kiradigan odam menimcha atyorga 11 bilan kirmaydi-ku bu. O'sha Endi ular o'tdagi sudlanuvchilar aytishi bo'yicha o'sha Namanganlik yana bir yigit bo'lgan, o'shaning uyiga borishgan, o'tda 5 kishi bo'lgan, Dilshod bo'lmagan o'tda. Kirdi deyapti. Birdaniga hammamiz ushab ketdi dedi. Bizdan yolqizib qo'ygan, birini oshxonaga, birini mehmonxonaga, yana birini yana xona qo'ygan deyapti. Bitta stolni olib kelishdi dedi. Xon taxtaga o'xshagan mana shunaqa stolni qo'yishdi dedi. O'zlari tashlar narsalarni qo'yib turib oshxonaga kirib ketdi dedi. Oshxonadan topgan pichog'i bormi, vilkasi bormi, yana bir narsalar qo'yib, yaxshi kapgir bilan ani cho'mich qo'yib qo'ymabdi. Qo'shib qozon, o'choqlarni. Qolgan ana u narsalarni qo'yib qo'yapti-da. Ya, xo'jalikda ishlatiladigan jihozlarda, endi men tushunishim bo'yicha pichoq ham, mana xo'jalik pichog'i. Atyorka ham, ombir ham. Boya aytdimi, kapgir ham bir urib turib. Ya. Yo, endi imенно agar aniq qiladigan bo'lsa, qonun bo'yicha ham bu aynan kimga tegishliligi, bu 5 ta odamning uyi egasini anaqasimi bu? O'z ixtiyori uchun ishlatilgan. 5 ta 10 ta perchatka bor. Bosqinchilik qiladigan odam ana u malarniy perchatkada qilmasa kerak. Mana endi Perchatka qo'yishgan. Yo, men shuni, yo, biz ham aytyapmiz, masalan deylik. Men ham boshida shubham bor edi, balki haqiqatdan ham shu narsa bo'lgan bo'lishi mumkindir. Biz balki adashayotgandirmiz. Shu bola haqiqatda shu narsani qilmoqchi bo'lgandir balki dedik. Deb delani ko'ryapmiz, advokatlar bilan gaplashyapmiz, keyin sud jarayonlarini kuzatyapmiz. Umuman yo'q-da. Hech nima yo'q-da. Men o'shanga yo'q, so'ralyapti. Xo'p, qani o'sha men maska, pichoq nima olganlar videosi, o'zi videosi kamera bo'lgan o'tda. Qani o'sha videosi? Desa, video yo'q. Berganmiz deyilyapti, lekin yo'q. Endi bizada nima deydi, hayotiy tajribamizdan kelib chiqib, bu operativniy syomka shu paytda odamlarni shokoviy sostoyaniyaga tushirish uchun u обязательно bo'ladi. Lekin ayrim holatlardan bilmadim nimaga u sudgacha yetib kelmaydi u anaqalari. Lekin shu holatda o'zlarini ko'rsatish uchun, qanaqadir tashqi fuqarolarga ta'sir ko'rsatish uchun, lekin xuddi shu narsa protsedurani qilishadi. Lekin почти 80-90% da jinoyat hujjatlarida mana shu holatlar bo'yicha birorta audio, video yozuv umuman taqdim qilinmaydi. Yo'q, o'shaning uchun so'raldi-da. Mana bu narsaning ishonchsiz bo'lib qopti. Men bitta oldim deyapsan. Bu bolalar yotgan bo'lsa, ishtiman ko'rmayotgan bo'lsa, sen qayerdan olganingni Xudo biladi. Balki o'zing bitta setkaga solib olib kelgandirsan. Qani o'sha qayerdan olganingni ko'rsatib ber. Kamera hozir oddiy-da, bitta men telefonni olsangiz 6 soat, 10 soat yozadi. Sifati ham zo'r yozadi. Bittasi hech bo'lmasa telefonda olib turmabdi-da, haqiqatda shunaqa zo'r ekan. Endi qonun bo'yicha, menimcha dalillar to'plash bo'yicha o'zi tegishli tartibi ham bor. Unga asosan u har bitta navbatda tergovchi yo xatti-harakat amalga oshirganda qaysi model, qaysi rusumdagi undan deb aytish kerak-da. U shu standartga anaqa bo'lish kerak-da, соответствующий bo'lish kerak. Ertangi kun arzimagan anaqa ham u to'plagan hujjatni nomaqbul deb topilish uchun asos bo'lgani uchun uning o'zining tartibi bor-da. Shuning uchun ham ko'pchiligi yo'q bu narsaga mana bu bosh prokuratura, mana bu ichki ishlar qattiq anaqa qilish kerak-da, nazorat qilish kerak-da. Bu imенно menimcha hozir bizada O'zbekistonda
tergov sistemasidagi, tergov tizimidagi eng og'riqli joyi mashet. Birinchi jinoyatni qilib qo'yishadi. Haqiqatan уже haqiqiy jinoyatchini ushladik deb hamma yoqqa nima deydi, ovoza qilib tashlaydi. Keyin biladiki, oxirida bu jinoyatchi bo'lib chiqmaydi-da, уже jinoyatchi emas bu. Endi nima qilish kerak? Endi deydi, ana olib qo'yganmiz-ku deydi. Uni topsak biz o'zimizga qarshi ishlaydi. Endi uni lutchi biz qanaqadir baxtsiz hodisalarni yo'qolib qoldi deb qo'ya qolamiz, bitta vugir bilan qutulamiz deydi-da. Lekin shu paytda nima shu joyda bo'lib qolgan, tasodifiy bo'lib qolgan bir odamning taqdiri 15 yil, 20 yilga ketadi. Yaxshi. Unda sudda nima keragi bor? Yo, eminlar mana shu holatda bu sud nimaga kerak? O'zi sud adolat qo'rg'oni bo'lishi kerak. Bizda Sud qaytadan tergov qiladi, to'g'rimi? Sud tergov ko'radi, dalillarga qaradi, qiladi, o'sha tergovchining gapini eshitadi, ayblanuvchilarni eshitish kerak. Hammasini eshitib turibdi, ko'rib turibdi. Advokatlar o'z fikrini bildiryapti, advokatlar asosli gaplarni aytyapti. Hammasini aytib turib, lekin bilmam sudya uni ko'rmayapti. Ya, sudya ko'rishga ko'radi. Menimcha hozirgi ko'pchilik sudyalarni bu jur'at yetmayapti. Jur'at yetmayapti. Chunki baribir eski tizimdan qolgan anaqasi bor. Uni bu yashirganda ham foyda yo'q. Yashirganda ham foyda yo'qda, lekin nisbatan ozgina yaxshi bo'ldi. Nisbatan yaxshi bo'ldi-yu, lekin bu уже adolat qo'rg'oniga aylanib bo'ldi degani emas-da u. Ichida yurak yutgan bir 3-4 ta sudya paydo bo'lib qolyapti, lekin ularning ham taqdiri ayanchlik bilan tugayapti-da, chunki ishlab turgan joydan tasodifan qanaqadir bir joyga jo'natib yuboradi. Anaqa bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zini ishini sidqidildan bajarayotgani uchun u ko'pchilikka ham yoqmaydi. Endi bu bo'yicha ham o'sha Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov ham gapirib o'tgan, o'sha advokatlar bilan yig'ilish bo'lganida haqiqatan sudyalarga jur'at yetmaydi deb o'zi aytgan. Ya'ni shu menimcha qanaqadir tizim ishlab chiqarish kerakmi? Raisni o'zi aytganki, shu sudyalarda jur'at yetmaydi. Ya'ni qonuniy hal qilish uchun hali hamda o'sha prokuratura xodimlariga ko'proq yondashuvi bor, advokatlarni eshitishni bilmaydi degan fikrni bildirgan. Ya, endi bunaqa narsada o'zi sudya degani bu hakam betaraf bo'lish kerak. Ikki tarafni eshitish kerak. Odil bo'lishi kerak. Odil bo'lish kerak. Bu davlatdan ayblovchisini ham aniq qilish kerak emas. Bu advokatni ham emas. U ikkalasini ko'rsatma yig'indisidan kelib chiqib, shuni ichidan adolatni topish kerak-da. Bizda aksariyat nima deydi, sudyalar men bu yerda o'tiribman, davlatda odamman, men davlatni himoya qilishim kerak deb o'ylaydi-da. Davlatnikini tomonini aniq qilsam, mani davlat nima deydi, unutmaydi degan tushuncha bilan ishlashadi ko'pchilik. Bu endi bu xatoda bu. Chunki o'zi sudlar to'g'risidagi qonun bor. Unga hozir Surojil akam ham aytdi, mana bu birinchi instansiya sudi adashishi mumkin, ikkinchi, uchinchi instansiyalar bor deb. O'zi sudyalik nima deydi, mansabga o'tirgan shaxs adashishga umuman haqqi yo'q. Chunki u insonni taqdiri bilan aniq qilyapti. Insonni taqdiri bilan ish qiladigan odam adashishga haqqi yo'q. Agar adashadigan bo'lsa, u do'zisdan, u mansabdan voz kechish kerak. Ishlab yurishibdi hali ham. Yo'q. O'sha G'ayrat Do'stov ishi bo'yicha ham o'sha ham Bektemir tumani sudyasi. Mana Abdurahmon akamdan eshitdim, ko'rdim ham postlarida. O'sha sudya ayol bitta odamni 15 yilmi 18 yilga qamagan adashmasam. Narkotikda bo'yicha. Narkotik bo'yicha 15 yildan ko'p nimaga qamab olgan. Keyingi suddan yana qaytarilganda boshqa viloyatda bo'lib, o'sha bola oqlanib ketdi. O'sha ayblangan odam. Bu o'ta og'ir jinoyatda hukm chiqargan bo'lsa, u sudya unga jazoga tortilish kerak. O'zi aslida ishlash kerak emas. Bu narsa bo'lgan ham bu narsa. Hozir bo'lgan, lekin shu ayol menga men tanimayman, ko'rmaganman ham o'sha sudya ayol. Menga unga anaqa ham yo'q hech qanaqa. Lekin shunaqa bo'lgan. Mana Abdurahmon akam postlarda ham qo'yganlar. Narkotikda og'ir jinoyatda ayblab 15-16 so'roq berib olgan. Keyin o'sha bola oqlanib chiqdi. Demakki bu katta xatolikka yo'l qo'ygan, etga munosib emas degani bu sudyani. Lekin ishlab yuribdi, hozirgacha ishlab, yana xatolik qilishda davom ettirishi mumkin. Endi menimcha hozir Oliy sudda ham o'zi birinchi menimcha vazifasi ham agarda adolatni tiklamaydigan sudyalar bo'ladigan bo'lsa, undan faqat
voz kechish yo'lini aniq qilish kerak-da. Kim qilish kerak uni? Uni Oliy sudning raisi shularda o'zlarida значит jur'at yo'qda. Chunki o'ylaydi, to'g'ri, men 35 yoshdan keyin sudya bo'lish kerak-da. Например, uni kutib yashaydiganlar ham ko'pda. Например, sudya bo'laman deb, почти 10 yillab sudyani kotib bo'lib ishlaydi. Boshqa qiladi, yuridik tomonlasa ham, boshqa qilsa ham endi shuncha umri ketdi-ku, shuning uchun mana bu sudya bo'ldi-ku deganday qilib turib, bu solidarность ko'rsatish kerak emas-da. Sudyalikka haqiqatan loyiq odam o'tirish kerak. Loyiqlari ham bor. Loyiqlari ham bor. Men Farg'ona viloyati o'sha jinoyat sudida haqida Farg'onada 2-3 ta qatnashdim, lekin Farg'ona viloyat jinoyat sudi obyektivni ko'rar ekan. Ya'ni eshitishni bilar ekan. Men Andijonda ham ko'rdim shunaqasini. Toshkentda Oliy sudda ham o'zimiz sud qilishgan, endi ma'muriy bo'lgan, bizni oqlab berdi masalan. Unaqalar bor. Andijonda ham bitta tadbirkorni qamab tashlashdi, 1 yil qatnadik. Lekin qoyil qoldim o'sha yerda. Men prokurorga qoyil qolganman. Aybi yo'q deyapti bu bolani. Birinchi sud, oho, 5 ta statyani qo'yib ayblab tashladi. Ikkinchisi kassatsiyada aybi yo'q deyapti, sudya ham ko'ryapti. Deyarli 90% ga o'sha yerdan 6 ta statya bilan ayblangan bo'lsa, 5 tasini olib tashladi. Yana bittasi qoldi, u ham arzimagan haligi anaqa bo'lib qoldi. Men o'shanda qoyil qoldim shu sudyalarning jur'atini ko'rib. Hammasini anaqa qildi, lekin haqiqatdan ham to'g'ri bo'ldi. Keyin u yerda prokuratura ham protest keltirmadi, hech nima bo'lmadi. Chunki adekvatni ko'rdi. Bunaqalari ham bor. Lekin bunaqangi Dilshod To'raxo'jayev ishidagi ishlarni ko'ryapmanda, hech kimni kuchi yetmayapti, o'rishasiga aytadi, duxi yetmayapti o'sha. Bularni oqlashga. Bu bolalar aniq oqlanishi aniq. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indinga oqlanishi aniq. Bu 100% narsa. Ana jadidlarga o'xshab turib, bu 100 yildan keyin aniq oqlanadi demoqchisiz. Yo'q. Jadidlar emas. Yo'q, endi Jadidlar emas. Buni hozir endi isbotimiz yo'qligi uchun ayta olmaymiz. Buni zakaz qilganlar bu hukumatdan ketgandan keyin, ta'sir doirasi yo'qolgandan keyin bu bola oqlanadi. Endi boshqa variant qolmayapti. Birinchi sudda, ikkinchi sudda aniq bo'lib turgan narsani jazo berib olayotgan bo'lsa, demak boshqa shunaqa xayol kelib qolamiz biz. Demak, bularga katta bosim bo'layapti yoki mashina shu o'z kuchida qoldirib yo qamaysan, yoki o'zing bilan boshqacha gaplashamiz deyilgandir balkim. Endi apellyatsiya nimasida 3-4 tasidan shu 5 yildan srogini olganligini ko'ryapmiz. Lekin Dilshod To'raxo'jayevdan olmagan o'sha asosi nimaligi, o'sha ish bilan tanishganda materialda ko'rmadik-da bu narsani. Ya'ni jinoyatga tayyorgarlik holati ham yo'q-da u yerda. Yo'q, bu endi versiyasi shunaqa. Endi u yerda bu bolalar aytib berishdi, tillachi bolalar hammasi. Eng boya esimdan chiqibdi. Mantiq ham bo'lish kerak-da. U bolani o'zi shunaqa katta puli bo'lsa, unga zarurat yo'q bir. Qolgan bolalar ham tillachi bolalar. Puli endi tilla bilan shug'ullanadigan bolalar ham zarurat yo'qdi birovni bosqinchilik qilishga. Bir 30 yil oldin bo'lganda ham bosqinchilik qilishi mumkin-di. Ming boy bo'lgan bilan. Sababi u paytda kamera bo'lmagan, telefonlar uncha bo'lmagan. O'shanda baribir shu ishni qilsak biz tutilmaymiz deb o'ylashi mumkin edi. Lekin hozir Lyuboy qishloqqa kiring yoki eng chekka joylarga boring, biror narsa qiling. Siz baribir tutilasiz. Kimdir aynan u narsa bo'yicha. Bosqinchilik bo'yicha agar siz birortasini uyiga borib, maska kiyasizmi, korobkada kirasizmi, bitta joy bo'lmasa, bitta joyda bo'lmasa o'sha istochingizni kelib chiqib, siz qayerdan qanaqa qilganingiz bo'yicha baribir ma'lumot olsa bo'ladi. Hozir hamma yo'q kamera. Uning uchun unaqa bosqinchilik bo'lish uchun ahmoq bo'lish kerak. Endi u bolalar birortasi ahmoq emas. Normalniy bolalar. O'shni endi agar shularni aybdor demoqchi bo'lsangiz, men unaqasiga o'ylab ko'ryapman. Men o'zimcha prokurorskiy nima qilib, shu bolalar haqiqatda deb o'ylab ko'rdimda, rosa o'yladim, baribir o'yimga yeta olmayapman-da. U bolalar hech qanday aybi yo'q bolalar o'tiribdi, lekin sudyalarga hayron qolyapman, nimaga unaqa qilishyapti. Vijdon kerak-da. Tushundim. Endi men hozir anaqa o'tganim videolardan ko'rdim, 3-4 ta bola Toshkent shahri bolalari. Dilshod To'raxo'jayev shu Vodiy tomon, Vodiy Namangandan. Endi bular bilan qanaqa svязь bo'lishi mumkin? Endi
men hozir keyin bunaqa narsaga o'zi agar Demakki, tanimaydi bir-birini. yo tanimagan taqdirda ham jinoyat qilib yurgan odamga bu taklif bersa, shunaqa jinoyat qilasanmi desa, u taklifni qabul qiladi-da. Nimagaki o'zi shu jinoyat sodir qilgan, shuni ichida yurgan odam. Endi u yerda ikkita bola bor, u yerda oldin sudlangan bolalar bor. Ikkita bola bor, Bahodir degan, u undan oldin o'sha urush bilan shu tan jarohati yetkazish. Menimcha shunaqa, adashmasam, shunaqalar bilan sudlangan sportsmen bola, hozir referi bo'lib yurgan bola bo'lgan. Endi u yerda bog'lashyapti, bu buni tanigan, buni bu tanigan deb mana shunaqa qilganga o'xshayapti-yu, lekin u yerda chalkashliklar yana bittasi bor. U yerda men ikkita bola bor-ku, aytdim, umuman tanimaydigan. To'raxo'jayeva degan vasi bor. Ayol ham jabrlanuvchi bo'lib o'tganda kelyapti. Men o'shanga adashib ketishdimikin deb o'yladim. Просто familiyada o'sha ekan xolos. Uni ham pulini olgan, qanchadir $5000 edi. Shuni qaytarib bermaganda 168 ga ham qo'yishgan. Yo, tushundim. U kim olgan uni pulini? 168 bo'yicha. 168 bo'yicha o'sha Toshkentlik bola dedimi, ikkitasi. O'shani qo'shib olishgan u ishga. Endi To'raxo'jayeva degan ayol turibdi-da, balki shu tanishib ketdimikin dedim. Endi aniq bilmayman. Balki shunga qo'shib olishimikin To'raxo'jayeva. Va desa men ayolimi deb o'ylaman Dilshod. Ya endi buni anaqa qilgan bo'lishi mumkin, chunki odamlar Qo'shib olishgan-da. yo значит tergovchilar ham yaxshi anaqa-ku, matematikani biladi-ku. Nabran bu statya bilan qancha surga olishini biladi. Ana nima deydi, shu ikkita shu paytda ushlangan ayblanuvchi uchun so'rab turib, u kundan qarzlaring yo'qmi? Ertangi kun berish uchun desa, palonchidan qarz bo'lganman desa, shuni chaqirib turib, xabar beradi. Familiyasi 168 deb. Yo, uni tadbir qilib ushlashgan, tadbir qilib ushlagan bog'lab yuboryapti. Ha, bog'lab yuboryapti xolos. Qanaqa tadbir qiladi? 168 deb. Yo'q, anaqa o'sha pulim bor deyapti, u nima ayol olib ber deyapti, nima kuyovimda pulim bor deyapti, u bo'ldi ichki ishlar xodimlaridan olib beraman deyapti-da. Lekin aytayaptiki, xizmat haqqimga u beraman demadi. $5000 berasan deyapti, o'sha yerda keyin tadbirda ushlayapti. O'sha yerda tadbirda ushlayapti. Lekin To'raxo'jayevga uni daxli yo'q. Keyin o'sha ekspertiza xulosasini ham ko'rganda, mana bu ashyoviy dalil deb olgan pichoqlarda ekspert xulosa beryaptiki, ya'ni nimaga kirmaydi deyapti. Sovuq qurolga kirmaydi, uni foydalansa bo'ladi deyapti-da. Sovuq qurolga kirmaydi deyapti. Lekin bunday olib qarasangiz, mana maktab o'quvchilarida ham oddiy qaychisi bor. To'g'rimi? Kelganligi qog'oz qirqadigan nimamiz bor. Ular ham bilan ham jarohat yetkazsa bo'ladi. G'olibda bo'lsa sovuq qurolga kirmaydi. Mashinangizda bo'lsa, agar g'olib bo'lsa, g'ilofmi? G'ilof bo'lsa kirmas ekan, ochiq bo'lsa unda qonun buzar hisoblanasiz. Mashinangizdan chiqib qolsa. Mashinadan chiqsa. Shunaqa. Endi bularning ishida, buni ishida bitta narsada endi buni ahmoq ham bilib turibdi, ko'rib turibdi-da. Любой odam biladi, bu yerda bu bola aybi yo'qligini. Yo, endi to'g'ri, bunaqa holat endi qanchalik achchiq bo'lmasin, bu bizani sud sistemasi uchun bu чересчур позорda, uyatda bunaqa narsa. Bunaqa jinoyat ishi hozir agar Rossiya fuqarosi, Rossiya hukumati meni fuqaromga nisbatan mana shunaqa qilinyapti degan nota bilan chiqishgan. Men bitta posolstvodan bitta bolani ko'rdim, keldi, hozir ot esimda yo'q, bo'yi pakanagina bola ekan, gaplashdim ruschalab. Siz nimaga fuqaroni o'sha himoya qilmayapsiz desam, biza nota berdik dedi. Men даже chaqirdi dedi. Bunday pozvali dedi, o'sha mitga bordim dedi. Bir bordim, nima qilmadi, bir 5 marta bordim dedi, men bilan ko'rishmadi hech kim dedi. Shu dedi, biz berganmiz dedi. Keyin u ham hapsalasi pir bo'ldi, keldi. Endi baribir bitta narsa, millatdosh emas-da, fuqarosi bo'lgan bilan. Bilmadim endi. Men shunaqa deb o'yladim. Rus millati bo'lganda balki. Masalan, deylik, ko'pchilik biz o'zimiz Amerika, mana Izrailni yomon ko'ramiz, bular bosqinchi yo bir narsa deymiz. Birorta fuqarosini hozir bittasi bir narsa qilsin, shunaqangi kelishadi, himoya qilishadi. Kerak bo'lsa, men eshitganman-da, o'sha Izrailni bitta soldatini kerak bo'lsa 1000 ta soldat nima qilmasa almashtiradi-da. Biznikilar endi O'zbekistonni gapirmang. Qanchasi xor bo'lib yuribdi hozir Rossiyada qolgan joylarda bizni himoya qilish umuman yo'q. Ba'zi bir holatlarda bor bo'lishi mumkin. Himoya qilib yoki qanaqadir yordam berish, lekin 99% bizda. Lekin oyligi qayerdan olishadi ular? Bizdan oladi-da, o'zimizdan oylik olib,
biz to'layotgan налогlardan o'zimizni himoya qilishmaydi. Lekin ben 2016-yilgacha, например, mana bu chet davlatda bizani fuqarolar qanaqadir manda juda ham ruhlantirgani, mana prezident bizni yurtdoshlarni nechtasini даже o'liklarini ham olib keldi. Shu paytgacha olib kelmadi. Suriyadan hattoki Bu hukumatimiz rahbari bu bo'yicha o'zi ana loqayd emas, mana shu bo'yicha har bitta fuqarosi uchun kurashyapti. Lekin menimcha bu hukumatdan o'zi pastki qatlamda bu narsa ishlamayapti menimcha. Afg'onistondan mana o'zimni taniydigan odamlarni ham olib kelishdi. Haqiqatdan ham. Shu adashib kirib qolgan, ketgan, ko'proq ayollar keldi, bolalar keldi. Men o'zimni bir sindoshim ham shu adashib kirib ketib qolgan. Unda yosh bo'lgan olib ketib qolgan. 5-6 ta nevaralari bilan keldi. Mana hozir o'sha yerga uylar berildi, gap yo'q, u bo'yicha masalan adashgan deb ana qilishdi, lekin boshqa narsa qilishyapti endi. Bitta telefoningizdan bitta narsa jo'natib qo'ygan bo'lsangiz qamashyapti. Katta narsalarni kechirib olib kelishyapti-da, telefoningizda bitta arzimagan narsa bo'lsa qamab olib qo'yishyapti. Shunisi ham tushunib bo'lmayapti. Endi mana yaqinda prezidentimiz o'zi ham chiqish qildi-yu, odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha juda chiroyli ma'ruzalar qildi. Ya'ni sudyalarga, Oliy sud rahbariyatlariga ko'rsatmalar beryapti. Endi o'sha siz aytmoqchi bo'lgandek, qo'ymas, o'sha pastdagi qatlamdagilar shu menimcha ozgina jur'ati yetmayapti. Shu haligi qonunda ustuvorligini ta'minlash uchun. Chunki prezidentimiz yo'q, haqiqatan juda ko'p mana biz o'zimiz ham nimaga berganimizda, himoya qilayotganimizda shu prezidentning nutqlaridan kelib chiqib gapiramiz-da, ya'ni haqiqatan ta'minla deydi, lekin pastdagi tizim nimagadir buni inobatga olmaydi. Endi o'zi men qonunni tushunishim bo'yicha, o'zimni shaxsiy fikrim bo'yicha men bir narsani bilamanki, har bitta mansabdor shaxs o'zini qonunda ko'rsatilgan vakolatini bajarsa, shuni o'zi oxiri adolatga yetaklab keladi-da o'zi. Har bitta bizlar O'zbekistonimizda har bitta tizim bo'yicha qonunlar shakllanib bo'lgan. Uning uchun hozir yangi Amerika ochish shart emas. Ammo prezidentimiz ham qonunga qarasin bo'ldi. Qonun nima qilsa bo'ldi. Endi mana bir tomonlama men prezidentimizni aytgan nima deydi, topshiriqlari shu bo'yicha bir nima deydi, o'zini bir siyosiy aloqalarini beradi. Bir tomonlama uni eshitib odam nima deydi, qalbi bir taskin topganday bo'ladi-da, ikkinchi tomondan o'ylanib qoladi. Nimaga endi обязательно endi mana hukumat rahbarlari faqat prezident aytgandan keyin tashabbusidan keyin qilish kerak. Tashabbus qilmasdan turib, o'zi qonunda yozilgan narsani o'zini vazifasini qilsa bo'ldi. Prezidentimiz ham qonundan tashqari narsani so'ramaydi. Imенно mana shikoyatlardan kelib tushib, men tushuncham bo'yicha shikoyatlar qilinadi xalqdan kelgan nima deydi, murojaatlardan, shulardan kelib chiqib, tahlil qilib turib, qaysi tochka ishlamayotgan bo'lsa, qaysi tochka passiv qilayotgan bo'lsa, shuni nima deydi, tanqid qilib, mana shu joyga urg'u berish kerak deb, shu narsani ko'proq ta'kidlaydi. Agar o'zini hurmat qilgan, men shu lavozimga keldimmi, shunga dastoyin bo'lishim kerak deb, shunaqa odamlar ishlash kerak-da tepada. Prezident nima gapirar ekan, yo bo'lmasa falonchi nima gapirar ekan degan anaqadan qutulish kerak-da u. Endi bizda o'sha bilsangiz 2016-yil o'sha yangi prezident Shavkat Mirziyoyev saylanganidan keyin, ya'ni fuqarolarni eshitish kerak, xalqni eshitish kerak deganda bilsangiz, уже xalqni eshitishni boshlashgan edi. Mana hozir ham baribir erkinlik bo'lsa ham bor. Eshitib haligi arizalariga munosabatlar bildiryapti, lekin nimagadir shu oxirgi shu 1,5 yil, 2 yil ichida yana nimagadir o'ta past holatga kelib qoldi. Chunki ishlandi, juda yaxshi ishlandi, fuqarolarni eshitdi, ya'ni murojaatlardagi huquqiy haqiqiy baho berildi. Lekin shu menimcha 1 yil, shu 2 yil ichi yana nimagadir suslashib qoldi ancha. Endi bularda ham nima deydi, 38 million aholini dardini echish ko'pchiligiga emas-da. Mana tushuncham bo'yicha bu qarayapti, xalqqa dardi tinmay kelyapti. Endi to'g'ri, har bitta narsani tizimli qilish kerak-da bular.
tizimli qilib shu bo'yicha qilinsa, bu xalqqa ham keyin bundan 5 yil oldingi hozir O'zbekiston xalqi bilan 5 yil oldingi xalq bilan hozirgi xalqqa ancha anaqasi bor. Nima deydi? Huquqiy savodxonligi bor. Oshyapti. Uje oldinga qarab intilish bor. Xalq qancha oldinga qarab intilayotgan sayin hukumat rahbarlari shuncha orqaga qarab ketyapti. Menimcha bu holatda bizda kadrlar yetishmovchiligi, menimcha hukumatda kadrlar yetishmovchiligi bor. Keyin bizda 30 yil, 20 yil, 40 yillar shu hukumatda ishlagan odamlardan voz kechish aniqlaydi, hukumat voz kechishni xohlamayapti. Vaholanki uje yangi avlod kelish kerak, yangicha talqinda bo'lish kerak. Lekin prezidentimiz yangi avlodga ko'p urg'u beryapti. Hukumatni yoshartirish kerak-da. O'tda o'tirgan odam, например, ko'pchiligi xonada o'tirib ish qiladi. Xonada o'tirish kerak emas. U kreslo uni o'tirish uchun bermagan. U xalqning dardini eshitib, xalqqa qanchalik yengil yaratish birinchidan xalqni rozi qilish kerak, keyin davlatni rivojlantirish kerak. Ikkalasi savmestda ketadigan bo'lsa, nima deydi, uje muammoni o'zi bo'lmaydi xalqda. Hozir bizda aslida O'zbekistonda eng og'ir muammo sud tergov tizimi, umuman og'ir muammo. Kommunal tizimda ham. Kommunal bo'yicha ham shu. Endi odamzod uchun faqat yeb ichishi birinchi o'rinda kommunalniy problemani hal qilmasa, uje qolgani unga ko'rinmaydi hamda ko'ziga. Undan tashqari hozir bizda sud tergov sistemasi вообще nizkiy уровеньda desa ham bo'ladi. Men nechta holatdan qilyapman, borib jinoyat emas holatda jinoyat qo'zg'atadi, haqiqiy jinoyatda jinoyat emas deb baholaydi. Buni haqiqiy jinoyatchiga jinoyat qo'zg'ataman deb 1 yillab yurasiz. Jinoyat emas bo'lganlarniki, mana hozir Dilshod To'raxo'jayevlarnikiga o'xshaganlar o'zidan o'zi yozilib ketadi. O'zidan o'zi qanaqadir guvohlar paydo bo'lib qoladi, o'zidan o'zi qanaqadir ko'rsatmalar paydo bo'lib qoladi. Ertangi kun sudga kelgan paytda endi nima qilsa ham, amallab bo'lsa ham o'tkazib yuborish kerak degan anaqada turishadi. Endi men shuni guvoh bo'lib qoldim, shunga zamechaniya berdim anaqaga, sudyaga. Kechirasiz dedim, o'zi qonun bo'yicha 6 soat oldin olib kelish kerak, muddat o'tmasdan dedim. 6 soat dela keladi sizga, siz soati bilan bu yerga fiksировать qilishingiz kerak. O'zi qonun talabida shunaqa dedim. Shundan keyin chiqib siz dela bilan izuchat qilib chiqib, keyin ko'rishingiz kerak. Bu hozir o'zi muddati o'tib ketdi deyapti, siz shunda o'tirgan joyda dedim sanksiya berib yubordingiz dedim. Shunaqa dedim. Endi sudya, hozir sudyalikdan ketdi u odam. Endi boshqa ishlari bilan ketdi. Aytdim, kechirasiz, men sizga bitta insongarchilik anaqam dedim. Bu lavozimda ishlamang siz dedim. Agar men siz o'rinda bo'lganda men bunaqa ish kerak emas dedim, ketib borardim dedim. Siz hozir insonni taqdiri bilan deyapman, siz o'ynashyapsiz-ku deyapman. Vaholanki men tergovchiga ham shu yerda aytyapman. Bu nima qilgan bu bola deyapman. U aytyapti, kayf bo'lib bitta velosiped haydab ketib qolgan deyapti. Kayf bo'lib velosiped haydab ketgan, velosiped qaytib berdimi deyapman. Qaytib berdi deyapti. Endi buni nimaga sanksiya qo'llaysan deyapman. Uyi yo'qmi deyapman. Tergovdan qochadigan odammi? Yo'q deyapti. Bu deydi hozir aytda o'tirsa deydi, aql kiratdi deyapti. Uni oldin shu jinoyatni oldin ham qilganmi? Yo'q. Bu qanaqa bu anaqasi desam, yo'q deydi. U keyin u odam o'zi invalid ekan o'zi. Bir qo'li yaxshilamaydigan shunaqa, lekin ichib olgan payt shu es hushini yo'qotib qo'yadigan anaqa odati borga o'xshaydi. Hozir ham dodlar yurishdi Samarqandning past davomida birinchi guruh nogironlar ayol kishi yotibdi, pastelda yotadi, tura olmaydi. Turishi ham juda qiyin. Tursa ham 3-4 ta odam bilan bir balo qilib yuradi. Shu 5000-6000 dollar o'rtada turib qolgan, endi 168 qo'llab turib, hozir uni ehtiyot chora qilib qamab qo'ygan. Shunaqa yig'lashyapti telefon qilib.
Jinoyat protsessual kodeksida ham masalan berilganda shu, ya'ni yoshini, nima turini, mashg'ulotini, oilaviy kelib chiqishini plenum qarorida ham berilgan. Ya'ni yengilroq jazo bilan jazolash imkoniga nimasi bo'lsa degan holatlar bor. Men o'zim ham o'sha bitta holat bo'lgan, 70 ga kirgan chol birinchisida dastlab o'sha nima qilganmiz, ehtiyot chorasini uy qamog'i qilganmiz. Kasal bo'lib sud zalidan doktor ukol qilib olib ketib qolsa, ketib qoldi deb shab olib qamab qo'ygan. Yuragi kasal, infarkt bo'lgan, 70 ga kirgan. Hamma yo'q kasal olib kelganmiz. Endi haligi turmadan olib kelganda ish ko'rilayotgan jarayonda bilmayman men o'lib qoladi deb o'ylagan edim u odam. Yo'q, hammaga bo'lmasa bir xil qilsa, bizda nimada Bekjon degan bolamiz bor edi, Yuqori Chirchiq tumanida uyini yoqib ketishgan. Yoqib olgan. O'sha sportniy uy bo'lganda, o'sha ikkinchi pretendent yoqib olgan, birinchi guruh nogironi. Ikkita sherigi bilan kelib uyi yoqib ketgan, u yashab turibdi. Sud o'sha yerda bergan, o'sha yerda yashash huquqini bergan. Yoqib ketyapti. Qasddan yoqib ketyapti uyi. Endi o'sha nogironlik unga hech nima chora ko'rilmayapti. Hattoki shtraf qo'yilmayapti. Siz o'zingiz uyingizni adashib yoqib oling, qanglab kelib jarimaga tortib tashlaydi. U yerda u yerda qasddan kelib yoqishyapti, lekin hech qanaqa jazo yo'q. Mol mulkiga zarar yetyapti. U qancha mol mulkiga zarar yetyapti. Nechinchi yil bo'lyapti? Mana yaqinda 2024 bo'lyapti. 8-mart kuni uyini yoqib ketgan. Bu yerda shunaqangi bo'lganki, voqea bo'lgan. Boqib olingan bola bo'lganda otasi tomonidan, u narigi ikkinchi bola jiyani bo'lgan, singlisining o'g'li bo'lgan. Bu ish amaki ham sodda bo'lgan o'qituvchi, ya'ni o'qituvchi bo'lgan, lekin qanaqa soddalik bilan uyga o'tkazib bermagan. O'ziga bolani ololmay qolgan, chunki zakisi bo'lmagan, shunaqa nimalar bo'lmagan. 2 yoshdan boqib olgan, uylantirgan, hamma yo'qni qilgan, familiyasi bo'yicha yurgan ham. Keyin shunaqangi vaziyat bo'lyapti, keyin u bola unaqa sal amaki mazasi qochyapti, keyin zavishani qilib yozib beryapti bolaga. Yozib beryapti, mana shu mandan keyin shu bolaga narsalarim qoladi deyapti. O'lgandan keyin anu jiyan paydo bo'lyapti. Birinchi guruhni olgan, Karaskida yuradi. Juda ham sho'stri bola ekan. Paydo bo'lyapti-da jiyan. Nogiron. Kelyapti, sudga beryapti, bu meniki deyapti, bu hech kim emas deyapti. Desa, boshda sudlarda yutyapti bu bola. Narigi boqib olingan bola, Bekjon ismi. Yutyapti. Eng qizig'i Oliy sudda bunga berib olyapti. Oxirida. Berib olyapti-da, keyin bu uy bunga o'tib ketyapti. Zavishani ham o'tmayapti. Uni 1 yil oldin yozish kerak ekan, u 6 oy oldin yozib qo'ygan ekan. Undan o'lmasdan turish kerak edi ekan. Amaki o'lyapti, tog'asi bo'lgan uni, o'lyapti. Ani butun umr o'zim dadamda yurgan u bola, uylantirgan, shu yerda hammasini qilgan. Yoqib yuboryapti-da, keyin undan keyin qiziq tomoni shundanki, u bola keyin uyni sota olmayapti, sotib yuboraman deyapti, chunki propiskasi bor-da. Keyin propiskada chiqaryapti, propiskadan chiqarib olyapti-da. Keyin birinchi uni sudga beryapti aytmoqchilik. Sudga beryapti chiqarish bo'yicha. Chiqarsa, sudyalar chiqara olmaymiz, butun umr shu yerda yashagan, buni uyi hisob nimasi deyapti-da, doimiy ishda yashasin deyapti. Yashash huquqini beryapti. Keyin u bola o'sha jiyani nogiron bola qanaqadir sirli tarzda pasport stol bilan qanaqa kelishgan, bular propiskadan chiqarib olyapti. Propiskadan o'chirib olyapti. Mahalla komiteti bu yerda yashamaydi deb qog'oz olyapti. Chiqarib boshqasiga sotishga ham ulguryapti. Lekin Keyin orada, undan orasida bunday bo'lyapti. Orada shuni chiqarishmasdan oldin suddan chiqara olmayapti-yu bu. Kelyapti-da, bular 8-mart kuni bo'lgan, esimda qolgani kuni chiqib ketishgan, onasini uygan, bayram qilamiz deb chiqib ketganda, kelganda benzinni o'shda yondan zapravkadan olgan, bir balkadashlik benzin, ikkita sherigi bor, o'zining xotini bilan yana bitta ayol. Borib uy bemalol kirib, hamma yoqqa benzin sepib, o'tda dokumentlar bo'lgan, pullari bo'lgan. Endi ular aytibdi, men $5000 yiqqan pulim bor dedik. Bularning albomlari, dokumentlarini olib ikkita salofanga solishga, uni videolari ham bor chiqib ketgan. Qo'shni nimasida chiqib ketgan, uyib chiqib ketib, mana aytadi, kinoda zajiga o'shanga o'xshab yoqib chiqib ketgan, uy yonib ketgan polniy. Biz o'shandan keyin biz bordik. Arizalar berildi. Nima qilindi? Ani bolaga hech qanaqa chora ko'rilgani yo'q.
Keyin o'shandan keyin uy sotgan, undan keyin sotgan uy yo'q bo'lgandan keyin birinchi yo'q olgan uy keyin sotib olgan. Ikkinchi odam kelyapti. Biz shunga hayron qolyapmiz-da. Qanaqasiga? O'sha tergovchini o'zining uyini yo'q olsa nima bo'larkin? U yerdagi molmi? O'sha tergov qilgan odamga hayron qolyapman. Balki u invalid nima deydi? Uyda o'g'irlik ham qilgan, uni isbot dalillari ham bor. Chunki o'zlari olib kelib beryapti hali albomni, bir ikkita dokumentlarini, to'yin disklarini qo'liga beryapti-ki olib kelib. O'zi kelmayapti bitta chopardan. Ular keyin bir kishi emas, 3 kishi bo'lgan. Mayli, u nogirondir. 2 kishichi. Yo'q, qolgan men shuni aytmoqchiman, nogiron emas, shu именно shu jinoyat sodir qilgan odam javobgarlikka tortilishi kerak. Ha, 3 kishi bo'lgan, gruppovoy bo'lgan aytdi. Uy kelib yoqishgan. 83.2 deyapti. Jinoyat alomatlari yo'q. Endi o'zini mulkini o'zi yoqdi, shuning uchun anaqa yo'q deyaptimi shunda? Yo, u yerda u oilaviy yashagan bo'lsa, uni mulki. Oilaviy xotin ikkita bolasi bilan yashagan. Sudni qarori bilan shu yerga yashash bergan, doimiy ro'yxat bergan. Uni nomidan degan maqsad. Ya men u bola bilan gaplashsam, meni uyim u, men xohlasam yoqaman, xohlagan ishimni qilaman deyapti, lekin sud bunga berib qo'yibdi-yu. Lekin mulki daxlsizda, uni ichidagi masalan oddiy bir qo'l telefonimiz, ya'ni u yerdagi kiyim-kechak zarar yetkazilgan. Qurol kodisi 172-mi nechinchi modda bor? Boshqa insonlarning huquqini buzish kerak emas deyilganda. Tим более sudda qarori bilan yashash huquqi mavjud bo'lgandan keyin huquqni buzishga haqqi yo'q deb yozilganda. Men shunga hayron qoldim. Nimaga siz o'zingiz oddiy hashagingizni yo'q bo'lsangiz ham sal bitta daraxtni nima qilib qo'ysangiz ham qancha ishtirok qilinadi-da. Bu yerda shunaqa bo'ldi. Borib bitta minimalka ishtirok qilganda ham alam qilmasdi-da. Ana bolani. Ikkita sherigi bor, gruppovoy. endi balkim tergovchilarimiz yosh o'tirgan Yuqori Chirchiq tumani tergovchisi Elamoni desam adashmasam. malakasini oshirish kerak. Tergov organida yoshlar menimcha ko'p holatda tergov qilayotganida juda ko'p protsessual narushение qiladi-da. Endi birinchilardan bu kasbga o'tirgan odamda mas'uliyatlilarni tanlash kerak-da. Bu keyinchalik biz hozir yosh o'zimiz tarbiyalab olamiz deydigan bo'lsa, u faqat tarbiyalanib yetguncha nechta odamning hayoti sinib ketadi-ku. Bunaqa mas'uliyatli ishga shu mas'uliyatni his qiladigan kadrlarni qo'yish kerak-da. U noto'g'ri anaqa oldindan ustoz shogird deyilardi, boshqadirdi. Shu paytgacha men hozir jinoyat protsessual kodeksiga amal qilib, haqqoniy amal qilib kelgan tergovchilarni hali uchratganim yo'qman. O'zimni praktikamdan kelib chiqib, jinoyat protsessual kodeksi 11-moddasida nima deb yozilgan desangiz, 11-moddani bilmaydi. Buni sababi nima deb bilasizmi? Meni sababi. Necha yil bo'ldi super kontrakt degan narsa chiqdi bizda. Super kontrakt chiqqan. O'qiyaptimi bolalar? Shu bolalar o'qiyaptimi? Balki shu bolalar ham o'qigandir. Tergovchilar hozir o'zi Vысший militseyskiy akademiyani bitirganlar kelyapti. Hozir yuridическийdan o'tayotganlar yo'q o'tda. O'zimizni kadrlarni o'zimiz tayyorlaymiz deb MVD o'zini akademiyasini bitirganlarni qo'yyapti. Endi Nimaga shu bo'lmasa yaxshi o'qitilmayaptimi shu bolalar? yo'q. Yo mana sud bilan berishga katta professorlar bor yuridический institutda. Yo Abdurahmon aka Tashanovga o'xshaganlarni shular bilan ovora bo'lib bu yoqda bilim bermay qo'yishdimi yoki? Endi bu menimcha bor-ku, men o'zim ham hozir 2-kurs talabasiman-da, shu yuridik soha bo'yicha. Endi men aytayotganim, men bir ikkita domlalar bilan ham gaplashdim. Endi ular aytayapti, yuridik anaqada shogird bizda shu anaqasi yoqmaydi menga. Mani shogirdim, palonchi piston shogirdim deyuradi. Shogird uchun men bu dostoyniy ustoz bo'lish kerak-da. Agar men o'zimdagi bilimimni 70-80% ni bera olsam, u shogirdga, u meni shogirdim deb aytsam bo'ladi-da. Bizda bilmayman, ustoz shogird degan narsa anaqa deb o'qib qolganda, hech narsa qilmasa ham yosh kattami yo bitta anaqada bir soatmi 2 soat bir qanaqa qo'ygan bo'lsa, siz menga ustozsiz, siz menga shogirdsiz degan ketadi. O'zi bu narsani o'zi ham menimcha bunaqa narsaga qattiqroq qarash kerak-da. Shu endi bizga domla bilan savol beryapman, kechirasiz deyapman. Oddiy deyapman, tergovchi, sudyani deyapman, prokurorni boshqa mansabdor shaxslarning farqi nimada deyapman.
aytyapti, biz deyapti, ana jinoyat qonunchilik bo'yicha jinoyat protsessual kodeks bilan, anu bilan, mana bilan amal qilinadi, mana bunaqa vakolatlari bor deyapti. Yo'q, oddiy hukumat rahbari bilan uni farqi nimadaki, har bitta fuqarodan kelib chiqqan murojaat bo'yicha, yakuni bo'yicha qaror qabul qilish kerak-da deyapman. Bizda deyapman, prokurorga agar murojaat qiling deyapman, u bitta sizga javob xati beradi deyapman. Vaholanki har bitta kelib tushgan o'zi prokuratura to'g'risidagi qonunda ham yozilgan. Har bitta kelgan murojaat yakuni bo'yicha prokuror qaror qabul qiladi degan. Bizda elementarniy mana shu sistema ishlamaydi. Sudyaga bitta murojaat qilasiz, sudyaga. Sudya ham har bitta kelgan murojaat bo'yicha yakuni bo'yicha ajrim chiqarish kerak. Nimaga? U ajrimi huquqiy kuchga ega bo'lgan qog'ozda. U javob xatini olib borsangiz, bu oddiy qog'oz deydi. Keyin mana shu bo'yicha ustidan shikoyat yozsa, keyin ular xafa bo'ladi. Nimaga shikoyat yozdingiz deydi. O'zingiz agar siz ajrim chiqarganingizda, qaror chiqarganingizda qaror ustidan shikoyat yozardim. Endi quruq javob xati yozganingizdan keyin men shu quruq javob xatingiz ustidan shikoyat yozaman. Sizni DSTingiz ustidan yozaman-da. Kim ustidan yozaman deyman. Mana elementarniy bizda qonunchilikda mana bu sudya, tergovchi, prokurorlarning eng katta xatosi mana shu. Nima uchun qaror chiqarmaydi? Agar qaror chiqarsa, bu bilan o'sha nima deydi, javobgarlikni ham his qiladi-da. To'g'ri. Bu narsa yo'q. Birorta, например, hozir ko'p sudya, tergovchi, prokurorlar bilan gaplashaman. U narsa yo'q-ku deydi. Baraka topib, qonunni yaxshilab ochib o'qilaring. Bu anaqada mana majburiy ijro byurosini davlat ijrochisi ham bor. Uni vakolati ham xuddi shu tergovchilikka o'xshagan vakolatdir. U ham har bitta dezidensiya bo'yicha qaror chiqarish kerak. Har bitta xatti-harakatni qaror bilan biriktirib boradi. Eshitganman o'sha paytlari oldingi bir 20 yil oldingi bitta tanishim hozir advokat bo'lib ketgan, bitta voqeani aytib bergan. O'sha jinoyat bo'lgan, katta og'ir jinoyat bo'lgan. O'sha jinoyatni jinoyat joyini ko'rayotgan paytida o'zini boshliq kelgan nachalnik kelib, u ham kirganda chiqarib yuborgan, haydab yuborgan o'zini boshlig'ini. Haqqing yo'q, bu yerda men boshlig'iman degan. O'sha tergovchi u yerda hech kimga bo'ysunish kerak emas. O'sha ish degan, chiq degan bu yerdan degan. O'zini boshlig'i aniq hayron bo'lib urishib ketgan. Ancha nima qilib yurgan, keyin tushungan baribir u. Lekin xuddi shunaqa bo'lish kerak-da. O'sha tergov boshlayaptim, hech kimga quloq solish kerak emas. U valomati kelib, u viloyatni bosh prokuror kelib ham ishiga aralashishga haqqi yo'q. Men bilishimcha shunaqami? Tergovchining ishiga. Lekin hozirgi paytda hammasini unaqa demaylik, ba'zi bir tergovchilarimiz o'zi bilmayapti, anisi kelyapti boshlig'i. To'xta, men buni bunaqa qilasan, men noto'g'ri yozibsan, siz ishingiz bo'lmasa, men ishimga aralashmang deyolmaydi. Bu aytganini qilyapti. Nazorat maslahatlashib kiradi. Kiradi, men buni qilsak bo'ladi. Yo'q, maslahatlashgani yaxshi, lekin buni buyrug'ini bajarish kerak emas. Tergovchi o'zi mustaqil bo'lishi kerak. Sudga o'xshab, to'g'rimi? To'g'ri. Faqat o'sha tergov ishi bo'yicha. To'g'ri, hamma narsaga nima qilmaydi, tergov ishi bo'yicha. Qarorni mustaqil qabul qilish kerak. Har bitta ana uchun mas'uliyat his qilish kerak-da. Ertangi kun nimagaki, bizda ko'pchilik holatda mana shu mas'uliyatsizlik uchun bizda javobgarlik yo'qda. Boyaga aytgandek 235 bo'yicha ham, mana shu holatlar bo'yicha ham mana sudya noqonuniy qaror chiqarib, Etos Bektemirdagi 15 yilga qamadi, u oqlanib ketdi, lekin shu chiqargan qarori bo'yicha, yakuni bo'yicha hech qanday huquqiy baho berilmadi. Tepada o'tirgan har bitta rahbar, men eshitishim bo'yicha yaqinda Oliy sud raisi aytibdimish, Muslimov yo anaqasiga o'rinbosariga, birinchi o'rinbosar hisoblanadimi? Muslimov Ikrom aka, agarda bundan keyin agarda sudyalarning qarori mengacha yetib kelib turib, men tomonimdan bekor qilinsa, shu kim anaqa shu qarorda ishtirok etgan bo'lsa, hamma sudyadan men ishdan bo'shataman degan gap aytganmish. Endi u menga mish-mish bo'lib yetib keldi. Qanchalik anaqa, agar shu gapni gapirishi o'zi ham ozgina yaxshi-ku, lekin u gap bo'lish kerak emas. Bizda sudyalar oliy kengashi mana shu holat bo'ldimi, protsessualniy narushение bo'ldimi, o'sha javobgarlikka tortish kerak. Nimaga? U sudya ko'zi ochilish kerak. Birovni taqdiri bilan o'ynashyapti. Ertangi kun bu yerda mayli, bu yerda 50 yil 100 yil yasharmiz, Xudo umr bersa.
ertangi kunda ham oxiratda ham o'ylash kerak-ku. Har bitta odam. Bu hozirgida men sudyaga kechagina bizda anaqa holat bo'ldi. Mana bu ma'muriy sudda bo'ldi. Biz ezgulik jamiyati Adliya vazirligini sudga bergan. Grant masalasi bo'yicha olishga rad javobini bergan. Rad javobi deganda qanaqa rad javobi? Bu faqat byurokratiya. 4 marta murojaat qilyapti. Ezgulik jamiyati 4 marta bitta holat bo'yicha o'zi grafasi bor ekan. Tushunishim bo'yicha kecha sudda tinglovchi tarqasida o'tirganimda tushunib yetdim. Elektronniy grafa bor. U grafani to'ldiriladi, bazaga kelib tushadi. Ularga baza kelib tushgandan keyin ularda hozir qanaqadir sistema bor ekan. Ular kompyuterni o'zi avtomatik kim bo'sh bo'lsa shunga tashab berar ekan. Именно bitta mas'ul shaxsga tashamas ekan. 5-6 odam bo'lsa, 5-6 odam birovga tashar ekan. Ish ob'yomiga qarabdi-da. U olib ko'ryapti bitta masala. U ko'ryapti-da, mana 5-punkting noto'g'ri deyapti. Shu asos bilan qaytaryapti. Bu ezgulik jamiyati ko'ryapti, 5-punktda nima deb yozgan? Ha, bo'ldi. Mana shu kamchilikmi bo'ldi? Kamchilik bartaraf qilyapti, yana jo'natyapti. Bu aytyapti, endi 6-punkting noto'g'ri deyapti. Ha, endi 6-punktni to'g'rilab beryapti. Keyin deyapti, endi 7 bilan 20 noto'g'ri deyapti. Endi hozir 4-sini ana qilyapti, endi 4-marta atkaz qilyapti. Endi atkaz qilgandan keyin ezgulik jamiyati sudga beryapti. Bu bizada mana shunaqa sarson sarkardachilik qilyapti. Mana shu javob xatida mana shu punktlar deyapti, biz vaholanki berganmiz deyapti. Shuning uchun xatti harakatdan qonunga xilof to'p ber deyapti. Sudya, endi yosh sudya ekan, u familiyasi ham tushunish kerak u qonunlanuvchi. Endi eng qizig'i bunaqa paytda ma'muriy sudni ko'rayotgan paytda o'zi qonunlarni nima deydi, buzmaganligini adliya o'zi isbotlab berish kerak-da. Lekin biz aytyapmiz, bu biz 5-marta ham murojaat qilib qo'yganmizda, mana shu holat bo'yicha. Shu holat bo'yicha hozir biz savol beryapti. Ezgulik jamiyati vakillari, rais o'zi ham savol beryapti. Hozir mana 4-marta qaytardingiz. Siz 4-marta qaytargan kamchilikni ham bartaraf qildik. Mana sizga elektron tashab berdik deyapti. Endi unimiz tag'in rad javob berib qaytmaydimi desa, uni bilmadim deydi. Mo'sh rad bo'lib qaytar yana deyapti. Unga men javob bera olmayman deyapti. Qanaqa javob bera olmaysiz? O'zi 4 marta qaytarasiz, 4 ta asos bilan deyapti. 4 ta asosni ham biz qilib berdik deyapti. O'zi bizani chaqirib, xato kamchilikda 10 kun muddat ichida hammasini ko'rib berib, mashlarni xato ekan. Mana qilish kerak deb bizani bir marta ham chaqirmayapsiz. Faqat 15-iyul kuni javob berib yuboryapsizlar, bo'ldi. Bizga bir to'xtam qilib berilaring deyapti. Yo'q deyapti, men unga vakolatim yo'q deyapti. U kompyuter kimga tashab bersa shu ko'radi deyapti. Uningiz bo'yicha men dedi fikrimni ham bildira olmayman, bir javob ham bera olmayman deyapti. Bo'lmasam, fuqarolar murojaat to'g'risidagi qonunda ham o'tda menimcha 27-mi nechinchi anaqasida moddasida yozib qo'ygan. Asosli javob berish kerak deyilgan. Bitta holat bo'yicha 4 ta endi adliya o'zimizda adliya vazirligi tizimi shunaqa ishlaydigan bo'lsa, men o'tda endi menga sharmandalik bo'lgan holat nima deydi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining vakili, mana bu Amerika posolstvosining konsullatidan kelishdi, Yevrosoyuzdan kelishdi. Bular ko'rib turibdi-da, byurokratiyani ko'rib turib, bular kulayib o'tiribdi. Bu o'zi buni ko'zi yumib turib bilsa bo'ladi, bu faqat byurokratiyadan boshqa narsa emas, qog'ozbozlik. Men bo'lsam, o'zlari aytayapti, inson omili aralashmasligi uchun biz kompyuterni sistema qilib qo'yganmiz, deyapti. Lekin u kompyuterni sistema qilgan nima varaqasi bor? Rad javob bilan qaytarib yuborursiz. Bizga kompyuter ham deydi. Yo'q, endi mash holatda, endi bo'lmasam prezidentimiz именно 5-mart kuni istiqbol qilganida, chiqish qilganida biz jamoatchilik ana qillaring, davlatga jamoatchilik qanotiga ana qilsin. Bular bilan birga jamoatchilik bilan kurashmasak, davlatning hukumatni o'zi hech narsaga ana qila olmaydi. Jamoatchilikni chaqirlaring deb aytyapti.
bizni adliya tizimimiz naborat jamoatchilik u davlatdan pul talab qilayotgan joyi yo'q. Boshqa qilayotgan joyi yo'q. Grant puli haqiqatan ishlangan, shu bo'yicha olinayotgan grant puli. Bundan O'zbekistonga foydasi bo'lsa borki, uni ziyoni yo'q. Mana shu holatda ham endi men aytmoqchi bo'lganim, darza sudyaga aytilyapti. Kechirasiz, bizga muhlat bering deyapti. Biz mana shu holat bo'yicha hujjatlarni olib keldik, keyingi anaqaga kelganimizcha, может deyapti, ikki taraf kelishuvga ham kelib qolarmiz deyapti. Shu holatda sudya o'zi ishi mohiyatini tushunib yetgan yo'q, tushunishim bo'yicha. Chunki qarab o'tiribman, u gapirayotgan gaplarni faqat adliyaning bitta naqasi bor, shu nima deydi, Vazirlar Mahkamasining qarorini sonini aytadi, anuni aytadi, shu yerda shunaqa deb yozilgan deyapti, anu deyapti, birorta bir hujjat bermadi, mana deb ko'rsatyapti. Uni napример men ko'rganim yo'q. Uni qonunlarni qanaqa talqin qilishga ham bog'liqda. U yerda yozilganda men bitta narsani bilaman, barcha qonun odamzod uchun foydasi uchun qabul qilinadi, odamning ziyoni uchun qabul qilinmaydi. Bu yerda shunaqa baryer bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Endi eng qizig'i bizga muhlat bering, bir ikkita hujjatlarni olib kelishimiz kerak. Huquqiy oqibatdagi ta'sir, imenda mana shu nizoga ta'siri bor deyapti. Sudya shunday aytayapti, kechirasiz. Men buni ko'rayman, siznikini rad qildim deyapti. Anaqa iltimosiz rad qildim. Men bugun qaror chiqaraman deyapti. Hali dalillarni tekshiryapsiz. Dalillarni iste'dod qilgan yo'q. Bu hujjatlar bo'yicha bir savol ham bergan yo'q. Eng qizig'i sudya ish bilan tanish bo'lgandan keyin kechirasiz, mana shunaqa narsa ekan, buni nima deb baholaysiz? Mana shu bo'yicha nima deysiz deb savol ham bergan yo'q. Taraflardan nima bor? Siz gapiring. Bo'ldi, men 5 minutga tanaffus dedi. 5 minutga tanaffus nimaga oldi bilmay qoldik o'zim. Men o'ylabman, bu yoqqa chiqib keldimikin dedim, panujli dedim. Yo'q, qaytib keldi. Keyin yana qanaqa iltimoslar bor? Boshqa kunga qoldirishingizni so'raymiz. Advokat asoslab beryapti. Yuriskonsult advokat kechirasiz, mana shu holatlar bo'yicha savol berilyapti, mantiqiy savol. Kechirasiz, biz 4 marta javob berdik. 5-sini ham tashladik. Oxirgisi 20 bilan 7-punkt edi. Uni ham to'g'rilab berdik. Bundan keyin bo'ldimi, boshqa anaqa yo'qmi desa, bu savolingga men javob bermayman deyapti. O'zi sudning vazifasi, o'zi ma'muriy sud, umuman sudning vazifasi insoniyatlarni, fuqarolarni yo jamiyatda buzilgan huquqlarini tiklab berishdan iboratda. Uniki faqat davlatda tarafini olish yo bo'lmasa uni olish emas. Insonni bilan davlatning o'rtasidagi nizoda shu adolatli qilib fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklab berish ana qilish kerak. Nima bo'ldi keyin oxir? Faqat rad qilish bilan kifoyalandi. Rad qildim dedi, keyin shikoyat yozarsiz dedi, biz aytdik, обязательно aniq shikoyat yozamiz dedim men. Chunki bunaqa qilib sud ko'rilmaydi-da. Mayli, u nima deydi? Sudya siz aytayotgandek ozgina opiti yetmaslik deydi, u deydi, lekin shu vakolatga kelgan odam mas'uliyatli bo'lish kerak-da, mas'uliyat bilan yondashish kerak. Ras keldimi? Bu hayotga kelganda odam bir marta keladi. Bir marta kelgandan keyin shu kelganiga yarasha o'zini mas'uliyatini bo'yniga olib, shu mas'uliyatni bajarish kerak-da. Bizda anu bajaradi, bam bajaradi deydigan bo'lsa, hayot nima bo'ladi unda? Hozir men to'g'ri desam, men o'zimizni prezidentga achinib ketaman. Nimaga? U aravani tortaman deb harakat qilyapti. Hamma narsani qilyapti. Ammo hukumat uni aniq qilayotgan joyi yo'q. U tushunib yetdi, hukumat bilan ish bo'lmaydi. Jamoatchilikni aniq qilamiz deyapti. Jalb qilamiz deyapti. Jamoatchilik biz boramiz deyapti. Jamoatchilikka bu yerda yo'q, sen kelmay tur degandek qilyapti. Unda O'zbekiston haqida bo'lsa-da, men Endi bu sudyalarimiz baribir sudyalar maktabida ham o'qib chiqyapti-ku, balkim. Yo, sudyalar maktabida o'qish boshqa. Mana endi hozir Sirojiddin aka o'sha apellyatsiyasi o'tdi, taftish o'tdi, qayta taftishida ham endi javob rad etildi dedingiz. Endi hozir o'sha Oliy sudining o'rinbosari Ikrom aka Muslimovni nimasida ariza bilan shikoyat bilan murojaat qilgansizlar, to'g'rimi? Advokatlar berishgan menimcha. Advokatlar berishgan. Endi o'ylab qolamanki, hozirgi mana berilgan baholarda
ko'rib chiqishib adolatli qaror topilishiga menimcha protsessual narusheniylarni inobatga olib, menimcha u tomonidan protest keltirishga asoslar mavjudligini hisobga olib, Bu men uchun uncha qiyin emas. U ishni ko'rgan odam biladi. Biz Oliy sud o'sha rad qilganiga, men to'g'risini aytsam, o'zim chiqdim. Men yurist emasman, lekin chiqib aytyapmiz. Bir 10-15 minutlik video qilganman. Rad qilish juda oson emas. Uni ko'rib chiqish kerak, chuqur o'rganish kerak. Sizlar berayotgan narsalarni o'zi yo'q. O'sha Oliy suddan berganda, rad qilganda ikkita asosda aytgan, o'sha seyf bo'yicha gapirilgan, audio yozuvlar bo'yicha nima qilingan. Keyin men o'shanga norozichiligimni bildirdim Oliy sudga. Endi nimaga sizlar ko'rmagan narsalarni bahona qilib chiqyapsizlar, pashta yo'q narsani aytib chiqyapsizlar deb Oliy sudga nima qilgandan keyin rahmat Aziz akaga, Obidov matbuot kotibi, balki bilmadim, tushunmovchilik bo'lib qolganmi, biz boshqatdan ko'rib bu bo'yicha ma'lumot beramiz deb aytishdi lekin. endi Nima berishdi, u Oliy sudda o'sha saytlarda ham menimcha qo'yildi, uni ko'rildi. Ishlashyapti, endi umid qilib turibmiz. Ochig'ini aytsam, men umidim juda kamay bo'ldi o'sha bu bo'yicha. Endi men sizga savol bermoqchiman shu bo'yicha. Siz yuristsiz. Mana deylik, o'sha Muslimovga deysiz, ular ham rad qilsa nima bo'ladi? Keyingi bosqich nima bo'ladi? keyingi bosqich Oliy sudidan Raisi. Endi to'xtang, uni ham men aniq qilmayapman-da hozir. Biz O'zbekistonni o'zi men nazarda tutmayapman. Yutqisi. beriladi, lekin men mana o'zimni o'sha кейslarimdan bilaman, qayta taftishga bergan holatlarimizda ko'p holatda mana bergan bo'lsak, ko'p holatda asos yo'q deb qaytarib oladi. Lekin o'sha o'rinbosar Muslimov tomonidan olib kirib, qabuliga kirib tushuntirish bo'lganida natija bo'lgan. Endi umid qilib qolamiz, chunki meni o'zimni shaxsiy o'sha kirib qabuliga tushuntirilganda deyiladi, haqqoniy ko'rilishi natija bo'lgan, bo'lmagan emas. Endi agar rad javobi beriladigan bo'lsa, o'sha rais nimasiga shikoyat yoziladi. Undan keyin menimcha xalqaro darajaga endi Uni tartibi bormi? Nima qilgansizlar o'shanda? Shunaqa siz malakangizda bormi? Xalqaro sudga bergan paytinglar bo'lganmi yo tanishlaringiz qanaqa bo'ladi uni? Bittasini berdik, o'sha biz ham o'sha kirganmiz. Ko'pchilik biladi, xalq ta'limi ishi bo'yicha iqtisodchi vazifasida biz asoslab berdik. U paytda ishlamaganini, ya'ni o'sha keltirilayotgan moddalarni xizmat vazifasiga kirmaydiganini ham qo'yib tashlaganda, zarar miqdorini qo'yib tashlagan. Biz aytyapmiz, shu zararni chiqarib ber. Bizga desak, zararni chiqarib bermadi. Shu qayta taftishga berdik, nimani priyomiga kirdi Oliy sud, lekin bu yerda beruvdik, Oliy sud raisiga berib tushuntirdik. Ko'riladi dedi, ko'rildi, lekin javobda o'sha o'rinbosar Muslimov nima qilib javob qaytardi. Keyin biz o'sha hozir mana shu ezgulik jamiyati bilan Abdurahmonov Tashanov bilan o'sha xalqaro nimaga darajaga periodlar qilib qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'rishiga aybsizligi asoslarimiz borligi uchun hujjatlarni tayyorladik. Berilgan. Endi tasavvur qiling, bizning holatimizda ham shunaqa bo'lib qolsa, deylik, shu holatda qolib ketdi deylik. Menimcha ham to'g'risini aytsam, katta ehtimol shunaqa bo'ladi. Qolib ketdi deylik. Keyin mana o'sha xalqaro sudga berilsa, ular o'sha ishni ko'rib chiqsa, nima qilsa, o'sha bolalarni oqlaydigan bo'lsa, deylik, o'sha bolalarni oqlayapti. Dilshod To'raxo'jayev boshqa bolalarni oqlaydigan bo'lsa, tartib qanaqa bo'lar ekan uni? Lekin meniki ham birinchi marta xalqaro sudga berishim tartibini lekin bilmayman. Endi bizda kelishuvlar bo'lishi mumkin-ku. Men masalan uni bilmayman. Sizlarda shunaqa praktikada bo'lganmi o'zi? Yo'q, men birinchi marta. Yo eshitganmisiz tanishlardan? Berdim. Endi o'sha natijasini kutyapman, mana o'shandan bilaman. Yo, ular xalqaro sudda o'shanda ko'rilgan ishni biz O'zbekiston hali qo'pol qilib aytganda mensiydimi? Qabul qiladimi shuni? degan savol tug'iladi. Mayli bu narsani yo'q, mayli bizni ko'pchilik ko'radi, ezgulik o'sha mediani ko'p professorlar, katta kuchli odamlar, aqlli shu narsaga balki ish tushgan odamlar ko'rishi mumkin-da. Men shuncha aytmoqchiman, agar shu narsalarga bizning savolimizga javob topadiganlar bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldirishinglar mumkin. Bu qachondir baribir chiqib keladi.
Mana 2016dan oldingi nechta begunoh qamalganlar bo'lgan. Nechtasi? Hozir ular ichki ishlar xodimlarini ham qamab tashlashgan, prokuratura xodimlarini ham boshqa odamlarni ham qamab tashlaganda, o'zim taniganlarni bilaman, normalniy odamlarni ham qamab tashlagan, ofitserlarni. Qamab tashlab, hozir mana hukumat o'zgargandan keyin ular qayta sudga berib, yana zvaniya boshqatdan zvaniya olib, ishlab yana kompensatsiya olganlar ham bor. Endi men bitta narsani aytyapman, shu narsani aynan Dilshodning ishida, men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, bu bolalarning oqlanishi aniq, qachon bo'lmasin oqlanishi aniq. Lekin nimaga shu anaqaga qo'yishyapti deb hayron qolyapman. Shungacha olib borishyapti. Tarab turib olishyapti. Shunaqangi qudratli odamlar turibdimikin? Oliy suddan ham, undan balandidan turadiganlar bormikin shunaqa qilib? Bu yerda boshqa men variant ko'rmayapman-da. Chunki ochiq oydin bo'lgan narsani bular sudyalarimiz ham hozir bitta sudya bo'lsa, bu yoqda ikkinchisi mana 3 ta 10 tadan ortiq sudyalarimiz shunga aralashdi. Birinchisi bitta sud ko'rgan bo'lsa, ikkita maslahatchisi bor, даже undan ko'p. Keyingi sudyalar 3 ta sudyalar ko'radi, hammasi fikrini bildiradi. Ular ham kerak bo'lsa javobgar. Ko'rishyapti, 10 dan ortiq sudya ko'ryapti-da bu ishni. Nima hammasi endi to'g'risini aytsam, hozir biror narsa deb qo'ysam, meni javobgarlikka tortish juda ham oson. Hozir ularni poraxo'rlikda ayblasam yoki korrupsiyada ayblasam yoki kimnidir zakazini nimasini ayblasam, meni tuhmat yoki haqorat, boshqa narsada ayblashlari juda oson. Bugun ariza yoziladi, ertaga menga jazo ko'riladi. Lekin mana bu odam 2 yildan oshib ketdi, yuribdi, o'tiribdi. Ya endi menimcha shu men hozir ham aytib o'tganim, men ishonchim komil, o'zi inson umidsizlikka tushish kerak emas-da. Har qanday holatda ham umidsizlikka tushish kerak emas. Lekin men ishonch bilan aytaman, Oliy sud raisi yo Muslimov u manfaatdor shaxslar emas-da ular. Endi shu paytgacha shu nima deydi, etapgacha yetib kelgan bo'lsa, ular menimcha adolatli qarab chiqishiga men ishonaman. Ya hozir aytasiz. Endi qarangda, yo'q bular to'g'ri qilgan deb bersinmi bo'ladi? Unda unaqa bo'lmay qoladimi? Yo bular yo haqiqatda shu narsa oldingi qarorlar to'g'ri bo'ladimi unda? Yo, endi aksariyat holatda odamzod ko'p holatda optimal qana qilish kerak-da, bir maqsad bilan ketish kerak-da. Hozir siz aytyapsizlar, men yo siz falon joyga maqsad qilyapsiz, lekin men aniq bilaman borganda foyda yo'q deyapsiz-da. Unaqa qilib kurashib bo'lmaydi-da. Qayta murojaat qilinadi. Qayta murojaatdan yo'q, harakatdan to'xtash kerak emas. Yo'q, baraka topsin o'sha advokatlar ko'pchilik mana qo'shilishyapti. Qolgan hozir advokatlarimiz ham shu ishlarga qo'shilishyapti. Nima edi? Beminnat qo'shilishyapti, ishlashyapti, tashab ketishmadi. Masalan, meni qo'limda vakolatim yo'q. Ariza berib, o'sha To'laxo'jayev yo boshqalarning nomini yozdi. Biz faqat harakat qilyapmiz. Mana shu ijtimoiy tarmoq orqali ko'rsatib, mana oxirgi mana sudni ko'rganlar ko'pchilik ko'rdi. O'sha taftish sudini. Kasatsam taftish deyladimi, Toshkent shahrida bo'lgan sudni to'liq versiyada ko'rsatdik. Videoni, taftish to'liq versiyada bilmadim qanaqasiga, to'g'risini aytsam o'sha video syomkaga ruxsat berilmaydi degandik, lekin berib qolishdi. Qanaqadir bir Xudo bizga bir rahmi kelib, o'sha qo'yniga solib qo'ydimi sudyani, bo'lmasa rad qilinadi bunaqa ishlarda. To'liq turibdi hamma videosi. Uni ko'rganlar hayron, loli hayron. Uni sudni ko'rganlar, deydi shunaqa sud ham bo'larmikin deyishyapti-da bir xil. Advokatlari tomi ketib qolyapti hozir ko'pini ko'rib uni. Nima bu deb? Qaysi ma'noda tom ketib qolyapti? Bu bunaqa adolatsizlikdan. Adolatsizlikdan. Endi bu hozir men aytmoqchi bo'lganim, shu holat bo'yicha shikoyat berilgandan keyin shu tepada o'tirgan rahbariyat ham hozir ish ko'p bo'lib, boshqa bo'lib turib e'tibor bermagan bo'lishi ham mumkin. Lekin shunaqa deb umid qilamiz endi. Shunaqa deb umid qilamiz. E'tibor bermay qoldi. Keyin balki ko'rib, bu bunaqa bo'lish kerak emas, nimaga bunaqa bo'ldi deb o'sha 10 ta sudyani olib delarni basharasiga otsa, o'sha boshqa gap. Endi shu murojaatda ham agar anaqa qilmasangiz, to'liq holatni, endi sud tergov jarayonidagi holat aks ettirilgan bizda isbot anaqa internet tarmoqlarida falan anaqada bor deb berilsa, bizda ko'pchiligi
shunaqada berish kerakda, чтобы keyin unda odamda qiziqish paydo bo'ladi-da. Chunki ko'pchilik rahbarlarning bitta aybi shu o'zini yordamchilariga ishonib qoladi. Ochiq manbalarda, men o'zim kanalimda, Sirojli Media kanalida 1-2-3-4-5 qism qo'yganman. Chunki 5 tasini qo'ysa, u YouTube ham ko'tara olmay qoladi. 10 soat bo'lib ketgan. Uni odamlar ko'rmaydi ham o'shanga. 5 ta qism 1 soat, 1,5 soatda kanalda bemalol topish oson. Hammasi turibdi aniq. Boshdan oxirigacha videoga olingan turibdi. O'sha nimalarimiz ko'rsa bo'ladi. O'shanga Umid qilib qolar ekanmiz unda mana bu Oliy sud raisi shu chunki ko'rsa ko'p holatda aytyapman-ku, ko'rib inobatga ko'rib qolsa xursand bo'lardik. Mayli, yo'q. Masalan, biz ham bor jinoyatchilarni jinoyatda aniq bo'lib turib nima edi? chimas debding. Yo'q, mana o'shada, yo'q, mayli o'sha narsani aniq isbotlari bilan bo'lgan deydi. Biz aytardik, ha, haqiqatan ham bularda nima bor ekan, biz sal noto'g'ri aytibmiz. Yo'q, uni 3i ham yo'q-da, 3i ham yo'q. Hech nimasi yo'q. qonun bo'yicha har bitta shaxsga sodir qilgan jinoyat uchun javobgarlik nazarda tutilganda, xuddi jinoyatchi bo'lishi mumkin, lekin shunga yarasha javob berish kerak-da. Agar jinoyat sodir qilmagan odam, uni ozod qilish kerak. Gap yo'q. Endi jinoyat sodir qilingandan keyin boya o'zingiz ham aytdingiz-da, uni tartibi bor, uni protsessual nimalari bor, o'sha qoidalari bor. O'shalarga qarash kerak-da. Bular o'ziga kerakli joyini olyapti-da, bitta joyini. Lekin 9 ta 10 ta joyini tushirib yuboryapti. Tushunyapsizmi? Shunaqami? Shunaqa. Endi bu aksariyat holatlarda men bu advokatlarni ham aybi demayman, qanaqadir bizda 10 ta aybni ko'rsatadi, xatolaydi. Mashmashida 10 ta ошибкасы bor, shuncha xato qilgan deb ko'rsatadi, dastlabki tergov deydi, sud deydi. Shu 10 ta shu xatolikni sudya bitta javob bilan yopib yuboradi. Agarda siz, men o'zim praktikamdan bilaman, agarda 10 ta xato kerak emas, menga shu bittasi uchun javob bersin deb tursangiz, sudya uni yopolmasdan qiynalib ketadi. Endi qarang-da, xuddi shunaqa bo'ldi ham-da. Bitta berilyapti, bittadan berilyapti. Siz yo'q, rad. Keyin yana aytilyapti, to'xtang bo'lmasa deyapti, ular keyin yana boshqa bitta beryapti. Siz u ham rad etiladi. Yana bittasini beryapti, rad etiladi. U yerda masalan deylik, bitta joy bor. Ikkitasi gaplashgan u yerda. Namanganda shishka bor ekan, 2 million dollari bor ekan, deyapti-da. To'xtanglar deyapti advokat Ulug'bek aka. Iltimosnoma kirityapti. U shishga Dilshod To'raxo'jayev bo'lishi mumkin deyapti. U narigi boladan, jabrlanuvchidan boyroq bu. Buni nima deb topinglar deyapti. Masalan, bittasi jabrlanuvchi deb topinglar. O'sha mana shu asos deyapti. Aytilmagan ism, lekin qanaqadir sirli bu desa, uni rad etyapti. Masalan deyapman. Foydasi yo'q. O'sha aytmoqchisi, jabrlanuvchi o'zi ham meni unaqa pulim yo'q edi degan vaqtda ham o'zi keltiryapti, hammasini aytib turibdi. Uy seni kimdir senga o'sha bosim qildimi? Sen o'sha narsani o'zingda his qildingmi deyapti-da. U ham asos bo'lishi mumkin ekan. Bu jinoyatni boshlamaganiga. Tushunyapsizmi? Jabrlanuvchi o'sha narsani sezmagan ham, bilmagan ham. Men uni tushundim. Endi bitta narsa, shu jabrlanuvchi ham, shu hozir men Dilshod To'raxo'jayev ham bu yirik tadbirkorda, u To'raxo'ja yirikroq. Endi hozir siz ish hujjati bilan tanishsiz, aytyapsiz, shu Dilshod To'raxo'jayev shu jabrlanuvchiga naborot yordam berayotgan, o'zini biznesini yordam berayotgan odamda. Agarda Dilshod To'raxo'jayevda shu 2 million dollarini qo'lga kiritish bo'ladigan bo'lsa, u firibgarlik yo'li bilan ham olishi mumkin edi-ku, agar mamda oladigan bo'lsa. Chunki ishonchiga kiribdi, chunki unga hamma ishonadi. Nimagaki u yirik tadbirkor, shuncha mol mulki bor, shuncha aloqalari bor, biznes proyektlari bor. Endi biznes proyekti bor odam, menimcha u ko'proq pulni
ongli ravishda hech qanaqa anaqasiz oladida o'zini hurmat qilgani bizda menimcha aslida uni bosqinchilik qilish shart emas edi-da. Shunday ham olish mumkin. 21-asr buyog'ida menimcha pul topishi eng oson yo'li o'zi shu bo'lib qoldi-da. Hozir eng achinarlisi shu, mayli Dilshodni o'zi ham emasda, shuni orqasidan yuzlab odamlar ishsiz hozir. O'sha To'raxo'jayev hozir 100 dan ortiq odamga ish berishi mumkin. Yana minglab odamlarni uyli qilmoqchi bo'lgan. O'sha yerda katta 40 gektarlik joyda uy qurayotgan bo'lgan. Ular ham to'xtadi. Qancha proyektlarni dabdala qilib tashlashgan, bankdan ozgina pul ham olgan. Hozir endi o'tib ko'rgan bo'lsanglar, katta zdaniyalar bor, mehmonxonalar bor. O'sha bittasini qo'yib pul ham olgan, o'sha bu yoqda qurilish qilaman deb. Hozir endi arzimagan pulga o'sha nimasi ketib qolgan, hozir bankka ham o'tib ketib qolgan. O'sha joy zdaniyasi ham o'tib ketib qolgan. Bu chunki bu yoqdan boshqa kottejlar qurishni boshlagan. Ko'p qavatli emas. Kottejlar, dachalar, asosiy uylar, odamlar bir xil dala hovli qiladi, shunaqa narsa qurishni boshlagan. 4 soatli, 2 soatli qilib. Ular to'xtab qolgan. Uni orqasidan qancha nima edi, ishchilar, naloglar, bundan kim zarar ko'ryapti o'zi? Asosiy o'zi kim zarar ko'ryapti? Dilshod To'raxo'jayev bilan davlat zarar ko'ryapti bundan. Qancha naloglar qolib ketyapti? Qancha odamlar ishsiz qolib ketyapti? Davlatning o'zi zarar ko'ryapti hozir. Buni orqasidan yana. Lekin uni siz aytgandek ham bu bosqinchilik qilib aniq qilmagan-ku. Yo'q, qanaqadir aldov yo'li bilan o'zini ayblab qo'yib turib. Eng qizig'i o'sha qilmoqchi bo'lgan deyishdi-da, 25 qo'llayotgani. Shunisi qiziqda. O'sha bitta gap aytdi-da, shunaqa zo'r, mana o'sha aytdi, tergov, o'sha shuni oldindan sezganlarga aytayapti-da, o'sha davlat xodimlariga aytayapti, kuchli xodimlarga aytayapti. Xo'p, bular shunaqa ishni qilmoqchi ekan, 9 ta bola. Nimaga sizlar deyilyapti-da, endi to'g'ri uyga kirib poylab o'tirmadinglar. Shunda kelishib ushaganinglarda zo'r ish bo'lardi. Masalanda nimaga ana bular perchatga bitta maskasi bor ekan, bittadan kiyadigan, pichoq atverkalari bor ekan bularni. O'sha shokkeri bor ekan, yana hokazo kapkir nima edi? Qozon o'choqlari bor ekan, kirmoqchi bo'lgan. Nimaga sizlar uyda kutib olmadilaring bo'lmasa, shuni qilayotgan bo'lsa? Shu narsani aniq bo'lgan ekan, sizlar katta terakchilarga ham olmoqchi, ularni uydan chiqarib yubordi. O'zlaring o'tirlaring. Hozir kirib kelsa enasini ko'rsatamiz deb. Bularda pistoletlari bo'lsa, qurollari bo'lsa, ular nima pichoq bilan yo lapatka bilan nima qila oladi? Keladi-da, shunda ushalaring deb bo'lmasa deyapti. Ana biz tan beraylikda, shunaqa zo'r bo'lsalaring deyapti. Deb aytayapti-da, to'g'ri aytayapti. Yo'q narsani hozir borib uyga tap qilib Sen qilmoqchi eding shuni. Ha, isbotlab beradi. Aniq, hech kim rad qila olmay qolsin. Eng qiziqarlisi, ana elektroshoker degani u oddiy fonar. Shoker fonar deganmi-da ko'rib turibdi. Prosta elektroshoker oddiy fonar-da u. Endi uni ham bir yana o'lib to'kib bordi. Tilingizga teqsa jizillaydi u. Yoshligingizda shuni qilganmisiz? Bunda tilingizda jizillatib, qayerdan bilasiz? Tiliga teqizmoqchi bo'lgandir uni ham. Uyimizda turadi-ku elektrofonlar. Maska bo'lgan, ish qilib, Endi nima bo'lgan taqdirda ham shu yaxshi gumonda bo'lish kerak. Mana fikrim. Umid qilib qolaman. men hozir mahallamga maska kiyib borsam, maskam bo'lsa, "Bes, roch" deydi. Nima qilib yuribsan deydi-da. Nima maska taqib olding deydi. Endi shunaqada xullas kelar endi tegasiga bo'ladi. Umid qilamiz Oliy sud. Keyin yana bir narsaga men to'g'risini aytsam qoyil qolmadim. Boshida o'sha BBC-da chiqdi, ba'zi bir saytlarda chiqdi boshida. Keyin shu bilan to'xtadi, hamma to'xtadi. Bitta men o'zim yuribman-da, 2 yildan beri o'sha orqasidan. Boshqa saytlar, katta saytlar turibdi. Nimaga darsh ketishmadi bular ham? Davay, bola noto'g'ri o'tiribdi deb qiziqishmadi.